Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar. Yakshanbalar xayrli bo'lsin. Men Mag'firat Kamal. Akademiya suhbatiga xush keldinglar. 2 hafta burun biz Uyg'ur madaniyat tarixidagi eng muhim temalarning biri bo'lgan Uyg'ur qadimgi tosh kemir san'ati va hozirgi zamon rassomchiligi haqida suhbat o'tkazgan edik. Chunki bu suhbat 1000 yildan uzun tarixiga ega bir san'atni bizim suhbatimizda o'tirib qo'yishga tirishganligimiz uchun ba'zi temalar kam kelib qolgandi. Shuning uchun bugun bu o'tgangi suhbatimizningki davomi sifatida biz yana rassom Marvayit Hofiz xonim bilan bugungi suhbatni o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Bugungi suhbatimizda bir rassomningki o'sib yetilish jarayonini, hayot hikoyasini anglaymiz. Marvayit xonim, hoş geldiniz. Rahmet, hoş buldum. O'tganda siz bilan nihoyatda mol mazmunliq, nihoyatda yaxshi bir program o'tkazildi. Xalqimizningki buning bo'lgan inkoslarimiz nihoyat yaxshi. Bugun endi sizningki hayot hikoyangiz orqali yanala millatningki madaniyat taraqqiyotining qandaq qaysi tarafdan qandaq shakllanib, qandaq natijani qo'lga keltirganligi bilan munosabatli narsalarni so'zlaymiz. Garchi sizning hayotingiz ne tanıştırış bolsunmu, yanıla milletninki, medeniyet tarihininki bir partisi dep qarayman. Söz sizde. Doğru. Mag'firat xonim degandek, al bilan hammanglarning buguningizlar xo'shal o'tsin. Assalomu alaykum. Mag'firat xonim degandek, biz o'tganda naytımı çoğun hem mezmunu bek mol bo'lgan bir programni birga o'tkazdik şu ekranda. Ama vaqtninki jiddiychiligi bilan, vaqtning qisqaligi bilan rassomlarimizni hem qadimgi san'atimizni tonuşturup tugatgan bo'lsakmi, ama her bir leksiyaning bir xulosasi bo'ldi degandek, shu xulosani men to'liq so'zlashga vaqt bo'lmay qoldi. Albatta men so'zlayolishim kerak. Uni texmo bir boş vaqtni tepib, yana bugun mush ekran chiqadiganligim uchun men u qatim bakmi jiddiylik bilan xuloslamadim. Endi mening qadimgi Uyg'ur rassomchiligi, go'zal san'ati, yana keyingi Uyg'ur rassomlarini tanishtirishimdagi maqsad bizning mushundaq bir şanlıq madaniyatimiz bor deganni men dünya Uyg'urlarning esiga salmoqchi. Chunki bir millat o'zining tarixidan qancha uzun bo'lganligi, tarixida yaratgan kashfiyotlarining qanchalik natijalik ekanligi bilan faxrlandi. Dünya insonlarmi o'zining tarixining nihoyat uzun tarixining bo'lganligi, shundaq nurg'un kashfiyotlarni yarata olganligi bilan dunyoga ko'ranglaydi ham o'zini shunda jakalaydi. Gerçi bugun bizning hayatımız şundaq bir tehdit içinde, şundaq bir vahim içinde yaşayotgan bolsakmı, biz nayt uzun tariximiz bo'lgan, şundaq güzel medeniyetimiz bo'lgan hem dünya insoniyatiga medeniyet ügetkichi bir millat bo'lganni men nayt faxrlik bir tuyg'um bilan dünya Uyg'urlarning şundaq bir vicdanini hem g'ururini canlandırış için bu ekranda Mag'firat xonimninki taklif qilishi bilan sözleş fursati bo'ldi. Shunda bir qadimgi san'atimizni tanıştıra olganligimdan men nihoyat xush bo'ldim. Yana mushu fursatda keyingi mushu rassomlarimizning nihoyat dunyo taraqqiyotining davr chaqig'i bilan tang aylanib, dunyo san'atkorlarining qatorida shundaq yuqori saviyada rasm chizayotgan rassomlarimizning Uyg'urlarning tonmayotganligi mening ko'nglimni bak yerim qildi. U rassomlarimizni biroq tanishtirganimga shundaq xush bo'ldim. Hem rassomlarimizmi shunchalik xush bo'ldi. Xuddi men shu ekranga chiqsam, ularning bir nijot yo'li ichiladigandek. Nima shunchalik xush bo'ldi deganda, u rassomlar mesela şu Kazakistan, Özbekistan, dünyanın qaysi yerdeki rassamlarımız, aşı özü yaşayotgan davlatda davlat darajalik rassamlar bo'lgan.
şunda zor neticelerni yaratkan, özünün kimligiga cevap tapa algan, özünün istilini tiklep, aşu yaşavatkan devletinin, sanatkarlarının etiraf kılışıga, yanılı aşu cemiyetinin etiraf kılışıga müyesser bulup, hem halk ressam bolgan, hiç näsi kam bolmagan aşundaq ressamlar. Endi bu ressamlarımız keçirsizler. Gerçi bu ressamlarımız Uygur bizning vatandagidek Uygur hayatı, yani Uygur medeniyetinin kaynımı içi to'lib cho'ngilib yetilmagan bo'lsa-mu, o'zining shunday Uygurluğuna naiti yaxshi savollarni, javoblarni topgan, o'zining yeni Uygurluğunu izlagan, o'zining kimligiga shunchalik kuchli javob bergan. Bu tarafları meni bakmo ta'sirlantirdi. Shunga bu ressamlarning dünya Uygurluğunun tonuşunun şundaq muhim ekanligini men şahsen özüm şundaq muhim gördüm. Shunchalik zor natijalarga erishgan bo'lsa-mu, bu qitimqi mushu Uygur dünyasının, yana mushu Uygur akademiyasının mushu ekranda sanatkarlarimizni tonuşturishdan burunmu shunchalik hayajonlandı, bak hoş oldu, tonuşturup bolgandan keyin ular ağzıga tegmay shunchalik hoş bo'lib ketdi. Men ashunda hoş bo'lib ketganda men o'zimmi bir to'g'ri yaxshi ish qildim deb ishimdan shunchalik baxtli his qildim, shunda xo'shal bo'ldim. Men o'ylayman Mag'firat xonimi shunda xo'sh bo'ldi, ham anglag'uchilarmi, ko'pchilarmi xo'sh bo'ldi deb. Elbette bizim bu program belki bunun bir sebep bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin sizga o'xshash bir ressamimiz bo'lmagan bo'lsa, mushu sohadan xabardor, mushu sohada yillarcha ecir sundurayotgan bir ressamimiz bo'lmagan bo'lsa, bu programni bu ekranga chiqaramagan bo'lardik. Shuning uchun sizga ko'p rahmat. Ama yeni birisi chiqishi cho'qim chiqdi. Endi men 2 yil burun mushu rassamlarning shu qadar xo'sh bo'lib ketganidan men o'zim ichim bir tarafdan shunday baxtli, xo'shal his qilsam, yana bir jihatdan ichimdan shunday serilib ketdi ichim. Çünkü ularning hech narsa kam emas, rasmlarini satalaydi, ashu yashavatgan davlatidagi ashu davlat darajalik o'rinlardan ularni e'tirof qiladi, ham ularni qo'llaydi. Ammo ular nimasi kam deganda, ashu millatning sizlar bizning san'atkorimiz, biz sizlardan faxrlanamiz, sizlar bizning odamlarimiz degan bir sadoga intizor bo'lib o'tgan. Men shuni jakalayman. 2018-yili men manda bir cümleni kaldırdım. Men bunu şu ekranga çıkargım var. Ekranı geldi. Bir sanatkar üçün, şundaqla ijodkor üçün öz milletinin söygü sadasını anlaştın artıq bəxit bo'lmas. Mesela men şunun içideki birisi. Men Avropada nurg'un mushu Germaniyaning cho'ng shaharlari, kichik shaharlarda to'xtamay bakchiq ko'rgazmalarni ochdim. Birmi Uyg'ur yo'q so'rinlar bo'ldi. Shu so'rinlarda Uyg'urni seg'inatdim. Bishad bira Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, qanchalik baxtli, xo'sh bo'lib ketatdim deydim. Mening rasmlarimni ular shunchalik madiyalab, yaxshi ko'rib, shundaq yaxshi so'zlarni qoldirsa-mu, mening yenil bir narsam kamdi. U bo'lsa-mu, şu öz milletimizin bir sadası. Şu nurgun özümün tecrübelerim hem beşimden ötküzgen aşundaq intilişler bilen şu cümle sözünü kaldırgandım. Bu ketim şu ressamlarının hoşal bolup ketkenligidan bu kaldırgan sözümün şundaq küçük iygi bolganligidan şundaq hoş boldum. Endi ben ekran qarab sizni ko'rib turib so'zlay. Endi biz o'tganki ekrandami biz mushu so'zni qildik, hozir yana mushu so'zni qayta takrorlaymiz. Bir millat uchun bir san'atkorning naqadar muhim ekanligi, bir millatning san'atining, shu millatning mavjudiyati uchun, shu millatning tarixida o'tgan rassamlari, ya'ni yashayotgan
rassamları, yani sanatkarlarının şu milletning mavjud için ne kadar muhim ekanligi, nima uchun shunda muhim deganda, masalan men bunda bir misol keltiray buning muhimligini. Masalan 4 yilda bir qidim olimpik tantarbiya yig'inlari ochildi. U el bu el. Bu olimpik tantarbiya yig'inlarini o'tkazish fursatiga erishgan ellarmi nayt qudrat topgan kuchlik ellarga berildi bu. Endi aşındaq olimpik tantarbiya yig'inlarida ninja elish uchun butun dunyo insoniyat uning uchun jang qildi. Aşıningda ninja elish uchun jang qildi. Nima uchun ninja erishish olimpikda shunchalik muhim deganda, olimpik aşu butun insoniyat, ya'ni dunyo insonlarining aql farosati, zihni quvvati, madaniyati, iqtisodining taraqqiyotining javhiri. Bir millet taraqqiy qilganda aşındaq aqlliq, aşındaq zihni o'tkir, shundaq quvvatlik ballar yetildi. Shundaq madaniyatlik elning onalari shundaq ballarni yetildirib, shundaq ajdodlar insonlarni, ballarni yetildirdi. Shuning uchun bu olimpik bir millat yoki bir davlat uchun ninja elishni shunchalik muhim ko'rdi. Endi san'atchi deganda san'atmi xuddi shunga o'xshash. Bu bir ilmiy jang. Biz nimamiz bilan o'zimizning shunda qudratli, aqlli, talantli ekanligimizni namoyon qilmaymiz deganda, davlatlar o'zining san'at muzeumlari, davlat san'at muzeumlari, tarixiy san'at muzeumlari, Shoh Sulton muzeum saroylaridan faxrlandi. Bütün dunyoga bizning moshundaq Shoh sultonlarimizning saroylari bor. Bizning moshundaq dangliq rassamlarimiz bor. Biz moshundaq dunyoga mashhur rassamlarning rasmlarini setib ola oladigan qudratimiz bor deb o'zining boyligidan shundaq faxrlandi. Shunlashqa dunyo insonlarimi birinchi bir davlat kelganda uningki tarixiy muzeumlarga kirib, uning tarixidan xabardor bo'ldi. San'at muzeumlariga kirib, san'atidan xabardor bo'ldi. Bu bir davlatningki g'azinasi, boyligi. Endi bizning hozir vatanimiz bo'lmasimi, bizning ashundaq kuchli san'atimiz bo'lgan. Hem hozirmi biz shunchalik bir fojialik hayotni beshimizdan kechirayotgan bo'lsakmi, yana ash Qozog'istondagi ashu men o'tganda ko'rsatgandek, ashu rassamlarimizning rassamlarimiz var. Ashu rassamlarimizni men o'tganda so'zlaganda, shu rassamlarimizning rasmlarini saqlab qolinglar deb ketdim, udulli setib olinglar dedim. Men nima uchun shundoq deyman deganda, bizning davlat muzeyimiz yo'q, bizning galeristlarimiz yo'q. Men ressam bo'lgan ashu jarayondimi bir galeriya yo'qdi. Rasm maxsus rassamlarning rasmlarini ko'rgazma qilib, rassamlarni tanishtirib, bu rassamlarning rasmlarini yig'ib saqlaydigan ashunaq odamlar. Rassamlar to'g'riliq yozdi, bir obzor yozdigan odamlarimizmi yo'qdi. Men shunchalik ko'nglim yerim bo'ladi. Bir obzorchi degan bir onaga o'xshash balını bir anı qandaq tarbiyalagan bo'lsa, shu jamiyatning obzorchilari birsi yaxshi deydi, bir yomon deydi, birsi uni ajoyib yangicha bir narsa deydi. Ashuna har xil ashuna tanqidiy yoki madiya so'zlar bilan bu millatningki madaniyati, yana rassamchiligi taraqqiy qildi. Bu intayin cho'ng bir bo'shliq. Doğru deysiz Mervayet Hanım. Bizning ham vatanimiz bor, hozir vatanimiz bor, lekin ba'zi imkoniyatlar siz deganga o'xshash erkin ozoda erkinlik bo'lmagandan keyin o'zimizning rassamlarimizning qadrlanib, siz deganga o'xshash milliy rassamchiligimizningki taraqqi qilishi, uningdan keyin ularningki xalqimiz tarafidan tonilishi, xalqimizga sunilishi deganga o'xshash jihatlardan noiti imkoniyatimiz yo'q hamda. Imkoniyatimiz yo'q. Ama meyli chet eldeki ressamlar bo'lsin, meyli sizga o'xshash ashada tug'ilib, shu millatning ruhi bilan jug'urlashib, undan keyin millat uchun shu san'at sohasida xizmat qilayotganlar bo'lsin, hammasi men Uyg'ur deganlarningki hammasida bir Uyg'urlik ruhi bo'lganligi uchun ham san'at jihatdan siz texi yaxshi bilasiz. Meyli san'at bo'lsin, meyli adabiyot bo'lsin, bu jihatda u milliy ruh degan ashu suvga o'xshaydi, suv va to'proqqa o'xshaydi. Shu san'atchini, adabiyotchini yoki bir millatni ko'kaytiradigan, yashartiradigan, jon beradigan shunday bir xil ruh bor. Shuning uchun bu rassamlarimiz mayli
bizning toprakta tug'ilib cho'ng'igan bo'lsin yoki chet ellarda tug'ilib cho'ng'igan bo'lsin, aşı bir ruh bo'lg'ashqa o'zini Uyg'ur rassomi deb qarayotidi va Uyg'ur medeniyetidagi shu rassomchilikdan o'ziq evatidi, shundaqmi? Shunda desak bo'ldi. Siz deganda ikkimiz, men o'ylayman, ikkimizning demoqchi bo'lgan gapimiz o'xshash. Endi bir bizning chunki bek uzun araliq bo'shliq qoldi-ku, go'zal san'atimizning to'xtamay taraqqiy qilgan emas go'zal san'at. Shunlashqa men shundaq shu tarafni men azroq bo'shliqni so'zlab tushundirgim keldi. Ammo biz yana shundaq fojialik bir hayotda bo'lsaqmi, bizning yanada rassomlarimiz shundaq ilg'or ham shundaq talantli ham shundaq natijali rassomlarimizning chiqqanligi bu biz hammamizni xush qildi. Shaxsan men shundaq hayajonlanman. Bo'libmi shu O'rta Osiyodagi shu men o'tgan tanishtirgan rassomlarimizni nimadan shundaq hayajonlansa desangiz, yana desam, shundaq bir Uyg'ur madaniyatining qaynam bir hayotida cho'ng bo'lmagan bo'lsa-mu, ularda ajoyib kuchli bir Uyg'urlik ruh va Uyg'urlik ruhi va shuning uchun san'atkorlardan nima uchun dunyo insonlari o'z san'atkorlaridan faxrlandi, o'z san'atkorlarini shunchalik madiyalaydi deganda, bir san'atkor shu normal insonlar bilib bilmay ham bir kuni shu tuyg'uga yetadigan shu bir tuyg'uni özümü bilip bilmey, içideki bir yoşurun, özümü bilmeydiğen bir karakterini, özüm bilmeydiğen bir ruhunu, özüm bilmeydiğen bir aklını kızıp çıkıcılar. Şu başka ressamlarını, sanatkarlarını aldın bayqıgıcılar da karaydı. Aldın tövgücüler, aldın bayqıgıcılar. Bu insanlarını doğru bir ruhqa, sağlam bir ruhqa, sağlam bir hayatqa yetekligiçiler da karaydı. Doğru dediniz. Bununki her bir ressam sanatçı emas deydiğen bir sözünüzün var sizin. Yani bütün ressamların sanatçı buluşu natayın deb. Sizce bu ressam bilen sanatçı arasındaki fark neme? O'rtasidagi fark neme? Endi ressamlarga kelganda san'atkor ham ressam deymiz. Ressam shu bir o'rtaq ilim borku. U ressamchilikning asosi. U ressamchilikning asosini o'rgangan odamlar manzillarni shunchalik chiroyli sizdi, odamlarni o'xshatib shunchalik jonliq sizdi, shaylarni shunchalik chiroyli ifodalaydi. Bular shu yerga ko'ngan bir normal bir texnik bilan shu ya rasmga qarab sizdi, ya tabiatga chiqib mayboq sanduqlarni ko'tarib chiqib sizdi. Bular ressam deyman. Ham san'atkor degan gap mushu asosdan xalqi özünün bir karakterini, özünün bir stilini, özünün bir ruhini aks ettirganlarni ham san'atkor deymiz. So'ngashqa dünya mushu rassomlik, mushu hozirgi zamon rassomlarini art deydi. Art degan gap san'at degan gap. Muzikalarga hamda ilk nurg'un muzik konsertlar bo'ladi, ammo rassomchilikninki hozirgi zamon rassomlarga art degan bir so'zni ishlatadi. Başka bu ressamlık degen hem neyse okşaş siziş emas. Bu bir ma'lum insanlar ilim fenning taraqqiyotiga ergishib, albatta san'atning mu xarakteri o'zgardi, san'atning mu yo'linishi o'zgardi. Masalan, Picassoning rasmlarini nurg'un odamlar tushunmaydi. Uni yeni tushunish uchun bir jarayon kerak, nurg'un vaqt kerak uning rasmlari uchun. Nurg'un hozirgi shu yangi rassamchilikningki iqimlarini biz rassomlarning tushunishimizmi yaman ters to'xtaydi, chunki bek taraqqiy qilib ketdi. So'ngashqa art deymiz-ku. O'xshash sizish bu bekmi oson. Masalan, men gullarni, manzillarni shunchalik yaxshi siza olayman. Ammo u mening narsam emas. U o'zimning ro'yitimdagi, o'zimning ichimdagi, o'zimni tushunmaydigan, insonlar meni tushunmaydigan bir xil yoshurun kuchni, yoshurun aql bir zehnni shu o'zimiz qazimiz. Bu qazish jarayoni qanday qilmaymiz deganda, to'xtamay kitob o'qiymiz, to'xtamay izlaymiz, to'xtamay kuzatamiz, to'xtamay o'zimizga bir ta'sir qiladigan, o'zimizni halqib ketgan bir kuchli ruhni izlaymiz. Shu ruh o'zimiz bilmagan, o'zimizmi o'ylamagan bir vaqtda bizni shunday hayajonlantirdi. Bu hayajonlantirgandiki, ha, mening izlab yurgan narsam
asli moshka deb içimizden bir uxlab qolgan bir hücaylarcha ishlab ketadi shundoq jonliq. Anından keyin biz o'zimizdagi ichimizdagi narsani qazib chiqib, an rasm chizsak, ha, bunda rasm chizgan tuqma asli deb u bir natija bo'ladi. Bir natijalik rasm bo'ldi. Hech qanday ilhom bo'lmaganda rasmi chiqmaydi. Shuning uchun ilhamning qachon, qayerda, qanday vaqt keldigini bilmaymiz. İlham aşu rassamning yoki ijodkorning tafakkuri bilan aşu yo'g'rilganda keladigan bir xil fikr uchu ilhom. Aşu shunday qattiq bir narsa ta'sir qilgan. Endi men bekchiq so'zlab ketdim. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, siz rassam bilan san'atkor o'rtasidagi farqni shundoq deb izohladingiz. Men shundoq tushundim. O'ziningki uslubini, o'ziningki dünyada yoki his qilganlarni ifodalash yo'lini topalagan kishilar, o'tirib qo'ya olgan kishilar san'atkor bo'ldi dedingiz, ha? Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, siz qanday rassom bo'ldingiz? Bunun yana bir narsani eskartib qo'yay. Bir ijodkor degan o'zininki stilini shakllantirish, o'zining stilini yaratishdan sirt, yangi texnikalar bilan, yangi uslublar bilan, yangi texnikalar bilan, yangi ideyalar bilan, yangi ruhlar bilan insonlarni o'ylayotgandir, o'ylab bo'lolmagandir, u vaqtga yetib bo'ladi. Shunday narsalarni ifodalaydi. Shunday rassomlarningki nurg'un chog'da ularning ideyalarini, ularning chizgan rasmlarini shu davrdagi insonlar tushunamay nurg'un shu tarixdan o'tgan shu Yevropada Van Gogh deymiz, Modigliani deymiz, Degunshilar deymiz. Ammo ular yanada ularni qo'llovchi, yana shunday kasbiy odamlar bo'lgan. Endi biz Uyg'urlarniki rassomlar qanday deganda, biz shunday xalqning hurmatiga, so'ygisiga, e'tirof qilishiga erishimiz. Ammo qo'llashiga bekchiqmi erishib ketamaymiz. Chunki bu rassomchilik deganda, masalan, men hozir shunday jiq rasmlarni chizdim, hozir ko'ztima. Shunday jiq rasmlarim Yevropaliklarning qo'lida. Ashu O'rta Osiyodagi rassomlarning shunday jiq rasmi chet elliklarning qo'lida. Men o'tganda rasmni setib olinglar dedim. Endi shu muhim bir nuqtaga kelay. Nima uchun men saqlab qilinglar desangiz, mencha bu bir rasmni saqlab qilish bu necha 100 ming yoki necha 10 ming yevro emas yoki necha 10 ming dollar emas. Bizning vatanda nurg'un boylarimiz bo'lgan. Bir parcha rasmni saqlab qola oladigan ya bir necha parcha rasmni saqlab qola. Bularda bu o'y bo'lmagan. Bularda bir o'y bo'lmagan. Biz bir narsani desek, Uyg'urlarning hozir hayoti nachar, undaq nachar, bundan nachar nurg'un banlar borchu. Aşu vatan sirtidimi birer rassomlarimizning rasmlarini saqlab qolgan iqtisodiy sharoit deydiganlar bor. Ularning rasmlari unchalik qimmat emas. Bular saqlab qolsa nima bo'ldi deganda, inshaalloh bizning bir vatanimiz mustaqil bo'lib, o'zimizning muzeumlarimiz yoki o'zimizning galeriyalarimiz, o'zimizning vatanimiz bo'lganda, bu rasmlarni shu vatanimizdagi shu muzeumlar qo'yib, bu bir tarix bo'ldi. To'g'ri deysiz, to'g'ri deysiz. Shu rassomlarning rasmlari chatga ketib qolmasin, o'zimizning qo'lida qolsin, baldiringlarga miros qilib ap qilinglar degan yerlarim shuningdan iborat. To'g'ri deysiz. Endi siz o'zingizning hayotingizni qisqacha nim qilsangiz, endi men qanday rassom bo'ldim? Men qanday rassom bo'ldim? Bu san'at endi talant, bayqash, bayqilish va qo'llanish orqali taraqqiy qiladi deb yozib qo'ygan necha yillar burun yozib qo'ygan bir so'zim bordi. Endi meni ota-onalarim qo'llaganmi desangiz, men buningga pek yaxshi javob beramayman. Men ashunaq nihoyatda kichiklam, to'liqsiz o'rta maktabni puttamaylar, ash qo'mil
viloyat bo'yicha bir son biz rasm kasbiga qabul qilmaymiz deb shu 76-yillari shunda bir uqtirish kelgandiki bütün o'rta maktablar, Xanzo maktab, Uyg'ur maktab, shu viloyat o'rta maktablarning hammasi imtihon berdi. O'ylamagan yerdan men bu imtihondan o'tib ketdim. Bu imtihondan sen bir odam bu viloyat bo'yicha sen o'tding dedi. Shu taqdirim, shu qismetim mening rassom bo'lishimga bir sabab bo'lib qoldi deb o'ylayman. Şunun mən sənət məktəb çıxdım, nəhayət kiçik çıxdım. O çağlarda usulunun ballarım nəhayət kiçik, 11 yaş, 12 yaş, ən çox 14 yaş mən şu rəssamlar bilan, şu oxucular bilan, sabaqdaşlarım bilan birlikdə turatdım. Anındikin o çağlarda ziyalilarni tüvəngi düşürmüz degəndə, hətta məndən 10 neçə yaş çoğ aşınaq sabaqdaşlarım batdı, aşınaq oxudum. Oxub endi bir rasmning nima ekanligini bilganda maktab bitib qolganda bak ko'nglim yerim bo'lib, ta'limga 79-yili yana mushu G'arbiy Shimol millatlar universiteti bo'lib ketdi hozir. Shu san'at rasm fakulteti o'quvchi oldigan bo'ldim. Men yana o'yliklar demay, imtihon bir bu imtihondan yana o'tib ketdim. O'tib ketib, u chaqda mening dadam, apam yana bütün uyruq tuqqanlar qizvaltusa bu rasmdimi o'qimdi, shu o'qigan diplom bilan bir yerda xizmat deb ishlasa bo'laverdi-ku degandek shundoq bir besim bilan dadam o'qitmayman, seni o'qitsa agar kassang san bir puncham evatmayman deb uchoqlarda hamda maktabdan yotoq, yemak, ancha-muncha material pulini beratdim. Men shu chaqda o'qimdim, xizmat qilamdim. O'qimdim, xizmat qilam. O chaqda mening o'rta maktabda o'qigan saboqdoshlarim dashoga imtihon berib chiqadigan yilida hamda. Shuning bilan men bak azoblandim, bak qiynaldim. Buni qanday qilish kerak deb. Eng oxiri mayli nim bo'lsin dada, men cho'qim o'qiyman, qalandachilik bo'lsin o'qiyman deb qat'iy qaror keldim. Ketdim, u yerda 4 yil o'qidim. 4 yil o'qish jarayonida men apam dadamninki irodasiga xilof holda o'qigandan keyin men bak o'qivatdim. Shu o'qigan vaqtlarimdagi rasmlarimni hozir ko'rsatayman. Siz o'daqsiz shu kichigingizni tortib rassamga qiziqatdingiz, shundaqmi? Men kichigimda tortibla shu o'ylaydim, shu rasm kasbidim, shuning bir o'qiydigan maktablar bormidi deb o'ylaydim. Chunki bizning uyimiz nayt bir xilvat bir nayt 5 oila kishilar o'ltiraqlashgan xilvat bir kent edi. Dadam apamlar dehqon. U vaqtida nurg'un maktablar etilib ketgan, ammo men rasm chizishni bek yaxshi ko'ratdim. To'rt o'qishni yaxshi ko'ratdim. Apam shu chaqlarda iqtisod u vaqtida hamma odamning yaxshi emas, bizning texmi yaxshi emas. To'xoning tuxumlariga yiplarni almashtirib ekib beratdi magazinda. Men to'rt o'qiydim. Hanikin paypoq to'qiydim, palay to'qiydim, keyin kanva ishlaydigan bo'ldim. Aynı to'xtamay rasm chizatdim. Seg'iz laylarni qilib, har xil qo'g'inning shakllarini, olmaning shakllarini, to'shqonlarni ashuna qilib yasab, o'zining ustiga qurit qo'yatdim. Shunchalik yaxshi ko'ratdim. Momamni bilan birga turatdim. Momam shu kashlarda bir kitob tepib oldim-da men. U qarsam shunda oddiy, uning chizgan rasm ekanligini bilmaydi. Ammo shuni kech-kech o'ltirib, momamni qaqshitib, kirsinni tugitadigan bo'lding sen deb. Ashuna qaqshitib yurib, men shu rasmni bir kichik qo'llanmani chizgan. Shu san'at maktab imtihon bergan vaqtimda shunchalik jiq odamning ichida shalinib, eng oxiri biz 5imiz qoldik. Ma'lumlar so'radi, sizlarning shu imtihondan bergandan boshqami sizga rasminglar bormi deganda, men shu sizga rasmni berdim. Bergandan keyin bu haqiqatan bu qiziqlikka ham talant bor deb, shu rasmim bek mo'yin bo'lib ketdi deb o'ylayman. Shunday qilib mening taqdirim bir rassom bo'lishga shunaq bir shu vaqt, shu sharoit mening shu rassom bo'lishimga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan men Dashoni shunday degandek o'qidim, o'qib shu Dashoninki 82-yili sizga rasmim. 82-yili maktab bitirish ijodiyatinglarni xalqqa yerga berib sizlar degandan keyin men Qashqarga borishni qaror qildim. Lanjodan men uyga keldim. Dada,
Ben Qashqarga bormasam bo'lmaydi. O'sha Uyg'urlarning qadimiy shahri. Men cho'qim shahar yurib turmush o'rganishim kerak. Maktab bitirish ijodiyatim uchun men rasm chizmasam bo'lmaydi shahar yurib. Desem dadam, hey canım balam, sen yalğız o Qashqar degan bek xatarlik bir yer, hozir uning qatnash bek yaxshi emas. Onda olsa apılır billi bason deb. Ya apamı billi bağımsın, ben özüm bar, ben şehirde sanat mektep usulda okuğa savaqlaştırım barço. Ben şularını izlep, ben şundan yaxşı berip kelmedi. Dadam şunçilik ensirdi. Ama fakat yolumni to'simidi. Onda olsa hiç qandaq iqtisoddan ikkilanmasdan yaxshi berib kesladi. Basam g'azamat u yerda barka. Chunki men nima uchun Qashqarni tanladim desangiz, men sanat maktabida o'qiyotgan vaqtimda bizni shu Kucha Qumtirning uyiga olib borgan. Shu chog'dalar mening ichimdan jiq narsani tushunmasammi, bizning shundoq bir kuchli madaniyatimizning borligi mening g'ururimni shunchalik uyg'otayotgan. Men cho'qim qadimiy shahar Qashqar deganni bilmay, cho'qim berishim kerak, bir ko'ygim bor deb. Shuning bilan men 82-yil yolg'iz kichiklam bir rasm chizadigan jazam bor, aparatim yo'q. Shunda oddiy o'quvchi bo'lganda kiyingan u Qashqarga borsangiz, ishtonning ustiga ko'ylak kiyadigan vaqtlar ekan. Men shunday qilib ko'ylak kiyib yurdim, ashada bir yaxshi berib kelish uchun. Shuna ko'chalarda rasm chizib, shu rasmdan bir 6-7 parcha shunga o'xshash rasmni chizgandim. Shu bir ko'chada o'ltirib chizdim. Bu Bovay deganning obrazi Uyg'urlarning totisi bo'ra degandek ajab bir bo'ridek obrazi bo'lgan. Acayip bir kuchlik odamga buva men sizni sizib olsam bo'lamdi desam, shunda issiq 9-oy 10-oy vaqtlam shunda issiqga. Shu rasmni men 1 soat sizib bo'ldim. 1 soat sizib bo'lib atrofimni qarsam 30-40 odam degan kino ko'rgandek ashuna zit bo'ldi. Shunchalik odam bo'lgandimi, men ko'mapman. Shu odamlar birsi rasm chizishimga hayron qolsa, birsi mening kichiklam bir qizning shu ko'chada o'tirib shunday yaxshi bir rasm chizganimga og'ziga tegmay meni madilab ketdi-da. Bu xil salamicho sizning texmi ilgilishingizga madad berdi ekan. Musha 5-6 parcha rasmni sizdim qaytib ketib, shu 7-semestr, 7-mavsumda mushu mening dashoda o'qiyotgan 82-yil chizgan rasmim mushu. Ama bu rasmni mushu nurg'un ko'rgazmalarga qo'yib, sizmayman, satmaymadin 91-yili 2001-yili Yevropa kasbiy huquqini qo'g'dash idorasining san'at klubi, madaniyat klubi tarafidan o'rinlashtirilgan bir ko'rgazmada men 6 parcha rasmni qo'ygandim, shu dashoda o'qiyotgan vaqtimdagi sizga universitetda o'qiyotgan vaqt. Shu 6 parcha setilib ketdi. Setilib ketgandan keyin men buni satmayman debchi, satmadim. U vaqtdagi rasmlarimni shunday yaxshi bahoda satgan. Buni hozirgacha saqlab yurib, mening bir o'quvchim botdi, 2017-yili o'tirib, men buni men dars o'taman degan verbung deymizmi, tashviqot varqiga bosgan rasmim uchun. Bir kunisi men uning dars o'tib, men shu rasmni setib etgan bo'lsam, shunda bir rasm chizayotgan ayol 10 dastur ket u rasmini sotamsa deb. Setib etayman, nima qilma buni saqlab desam, unda olsa men setib olay deb. Shuna yaxshi bahoda setib oldi buni. Endi hozir Uyg'urlar desangiz, shu 1500 yevro degan xil pulga ashuni setib etdim. Haqiqiy Uyg'urni sizab ekansiz, haqiqatan. Mening hatto Marva ketgan. Marva deydi. Bütün milletin keşmişlerini körüvattım hemen bu Buvay'ın üstücü. Şunda hayacandım ben bu resimden, gözleri degen şunda canlılık. Sönekleri tömürdek, közleri degen çolpandek degendek şunda güçlük bir bir adamın obrazken. Şunda hayacandım ben şu resimden. Şu bütün resimlerimden yeni kızıl çekit koydum. Qızıl çekit urib qo'ygan rasmlarimning hammasi setilib ketgan rasmlar. Uni men eskartib qo'yaman. Bu rasm mening shu pedagogika universitetida ishlayotgan vaqtimda shu Demian deb bir ma'lum botdi, Yaponiyada o'qiyotgan. Shu ma'lum mana mening bir og'inam botdi, uning bir galereyasi bor. Mana rasmingning o'zidan birini setib olay deganda, shu rasmni birinchi qitim rasm setishim. Bu rasm hozir Yaponiyada.
Bu bek chiroyli. Özüm ötken günü şunu tayyorlagan vaqtimda shunchalik hayajonlandim. Mushu rasmlarimmi hammasi shu ta'tilda uyga kelmay sizga rasmlarim. Bu rasmlarim mushu 85-yilgi deyman, esimde yo'q qaysi sonda tanıştırdiki mu Şinjan Ayollar jurnalining o'ttirdi bir rasmlik bir qistirılma rasmlarni tanıştırgan bir bet vatdi. Shu betda yosh rassom Marvoy Topiz deb Bu tanıştırgan mağım acayip yeni bir zor ilham berdi. Muşularning hammasi men dashuda o'qiyotgan vaqtim sizga rasmlarim. Bu mening bir saboqchimdi. Bu ma'u medizina kasbida o'qiydi Dilnurda. Bakmi chiroyli bir qizdi. Bu bir tungan saboqchimdi. Mana muşular hammasi mening shu universitet o'qiyotgan vaqti sizga rasmlarim. Hozir qarsam mushu ma'uliqi akademik rassomlar eqimi uchun ma'u o'tganda men dedim-ku mushu rus rassomligining ta'siri bilan palkushlarimiz shundaq jasur, shundaq keskin, ranglar bir-biriga shunchalik yaxshi moslashgan, ham shundaq chiroyli, ham suzuk, ham shundaq erkin ashunaq palkush urishlar. Mushu o'lchamlarning bu rasmda hammasi bor. Hammasi bo'lsa-mu, bu mening narsam emas deb azoblandim. Mening narsam emas deb azoblanib, biz mushu maktab bitirgandan keyin endi u chaqlarda mening ko'nglimmi shu rus rassomlarining shu rasmlari bo'lgandan keyin ashlardek, shu Repindek, Sorkovdek, Ivanovdek ashuna rasmlarni sizsam deb biz ashuna intilatdik. Daha şöydimi bizni ashundaq rasm salsak biz yaxshi nomer elib, yaxshi maktab bitiratdik-da. Shu 80-yillardan keyin Xitoyda hamda bütün chatning yangi iqlimlari, dunyo san'atining yangi zamonaviy yangi iqlimlari oid shu har xil to'plamlar kirgizilish boshladi. Bizning pedagog universitetiniki go'zal san'at fakultetimiz nurg'un kitoblar kelgandan keyin shu chaqda biz Ürümçi jamiyatga mayli Xanzo bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, biz madaniyatni inqilob qilamiz deb biz yosh rassomlar birlashib biz ko'rgazma ochdik. U ko'rgazmada cho'qim bizning rasmlarimiz yangicha bir tusda, yangicha bir yo'lda, yangicha bir iqlimda bo'lishi kerak deb men shu Germaniyaning ekspressionizm iqlimidagi kitoblarni ko'rib bak ilhom oldim. Shu chaqda shu ilhomim bilan sizgan bir parcha rasm. Bu bir parcha rasm bilan cheknib qoldi. Nimishqa deganda bu rasmimni shu chaqning o'zi shunda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'agan, ajoyib bir o'zgacha, yangicha, shundaq erkin, modern bir rasm sizib sadab. Bu rasm shu mening kichik opam bordi, kitob o'qishni bek yaxshi ko'radi. Har ta'tilda borsam, shu bolasi mushu holatda, shu etik chivillar degan shu atroflarning qismi mush kichik opam mush holatda kitob o'qiydi-da. Bu men bek kallam ta'sir qilishqa shu holatni texmi mubolag'lashtirib, texmi zamonaviy bir kayfiyat ifodalayman deb ifodalagandim. Bu rasmim hozirmi bor, nurg'un odam o'ynayapti bu endi. Nurg'un odam so'raydi, bahosini bu haqiqiy shu rasmning egisini topmadi, birsini topdi, bu hozir turibsin dedi. Deydi endi bir kuni bumi bir Uyg'urning qo'liga tushdi deb o'ylayman. Onundan keyin men shu rasmlarni sizdim. O'zgardim, asta-asta yilqi burunqi rasmlarimga o'xshamaydi-da. Yilqi oddiylashdi, ham haqiqiy o'zimni yilqi bu rassomchilikning yilqi tabiatni shaylan o'xshash sizish emas, rassom o'zining kimligini izlaydigan bir vosita ekanligini cho'nqur tushunib yetgandan keyin shu o'zim kallamda yilqi qatmallashib ketgan shu pedagog shu san'at ma'rifidan qutulib chiqish uchun yomon jarayon ketdi-ku menga. Rasm o'xshamaydi, ana burunqilarga o'xshamaydi, ana bola degan rasmlar. Keyin 1993-yili men 1986-yili Olay degan Qashqarga bordim. Chunki men shu o'qiyotgan vaqtimda Qashqarga kirgan vaqtimdagi yiliq ko'rinish
qat'iy esimden chiqmaydi. Aşu kaş kirdi avtobus, aşu adamlarning yiliqi beshig'i taksilar bilan yiliqi samsalarni vaqirab qo'ylab qo'g'unchilarning aşu bozorning aşu hitkaning oldida o'tadigan avtobus. Voy, men shunchalik hayajonlandim. Xuddi bir ming bir kechadagi rivoyat cho'chaklarga berib qolgandek shunda. Aşu tuyg'um bilan men texmi uyg'urni sizishim kerakkan, texmi aynan sizishim kerakkan deb anikin 86-yili men nimaga bordim. Qashqarga berib, Qashqarninki aşu Feyzabad noyisida men bir hafta turdim. Bir hafta turib, nurg'un rasmlarga tatdim, nurg'un odamlarni yana tez-tezmi qilib sizdim. Ham turmush o'rgangili tushdimda bu yerga. Ham Feyzabadning odamlarining obrazi men Qashqar shahar ichidagi odamlarning obrazi bilan cho'ng farqlandi ekan. Moshundaq bo'ridek obraz bo'lgan, to'mirdek so'nk bo'lgan, moshundaq odamlar bor-da u yerda. Ashu ko'chaninki chetida turib obraz ko'zitma, ashu turib turing men sizni tatib olay deyman, tatib olaman. Moshu oldimdagi moshu o'tag'an odam menga qattiq ta'sir qildi. Bu odamni men bir sizni rasm tatib olgan bo'lsam, desam, gap qilmayli, ashu ketayotgan yerda pullarni o'ltadi. Shundaja top o'rlab ketdi-da. Rahmat sizga bu rasmni tatib bo'ldim desam, o'rnida turib kimnim qoqmay oldidagi chaponni mursiga atib ketdi-da. Allah, bu insonlarda sen nima uchun tatsan, nereden kelding? Nimishqa bu rasmni meni nimishqa tatsa deydigan hech qanday bir inkas yo'q. Hamma odamning shundoq aldirash ko'chada u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan ko'rinishi kallamda ashu vung aynib ketdi-da. Bu insonlar ashu inson, zimin, quyosh. Mushu quyosh, inson, zimin, mush üç narsaning boshqa narsa hayotida yo'qdek, xuddi bular bir o'simlikdek yoki faqatli quyosh bilan, zimin bilan aloqasi bordek, mushuna kuchli ta'sir bergan ekan. Men buni 89-yili bir sizdim. Bak uningdan rozi bo'lmay, ashu 93-yili bunu resmi moş holatda bitdim, nurg'un jurnallarning muqobillarida ishlatdi. Quyosh, inson va zimin. Shu rasmni sizdim. Shuni rasmga bo'lgan ilhom qaynağınız sizin amsa ilhom manbaringiz Qashqa ekanda, tozi yaxshi yerga beribsiz. Bu rasmdan shunday obrazlarni men shu chog'ning o'zida mantiq butunlay o'zimning yiliqi burun o'rgangan, yiliq uslubim, yiliqi bir qilibishib ketgan uslubdan butunlay yiliqi arilib ketmasam-mu, yiliqi yangicha bir kayfiyatda rasm sizdim deb o'ylayman. Rang oldichu. Bu mena 91-yili men rasmiy o'zgarishga boshlagan vaqtlarim. Men buni nima uchun bunda bu men o'zim 91-yildagi men. Şu bir günüsü men aşu bir yerga mangandim, şunda yasınıp özümge qarab özüm havsim keldi. Şu vaqtlarda hafta oxirlari 10 yoki 10 necha bag'ga keladigan vaqtda aşu mangmoqchi bo'lib to'xtab tur deb mushu rasmimdan keyin men nurg'un to'ylarga, nazrlarga, sunnat to'ylarga, bo'shik to'ylarga qat'iy bormas bo'ldim. Bamay resmi resim sizishni boshladim men. Mushu bir turkum bu rasmlar men Jungochi sheyi deydigan, Jungochi tush bilan rasm chizgan ashu rassomlikning iqimining ta'siri bilan chizgan rasmlarim 3 parchadek sizdim. Mushu. Shuningga bu yerda yozib qo'ydim, talant, bayqash, bayqilish va qo'llash qo'linish orqali taraqqiy qildi deb yozib qo'ydim. Bu 2006-yili yozgan gapim. Demakmi, bu rassom birinchi o'zini bayqash kerak. Men ashu 30 yoshlarimgacha men shunchalik natijalarga erishib, nurg'un mushu gazet, jurnallarda hali de meni tanishtirmiz deb Xitoylarni yozatdi, Uyg'urlarni yozatdi, hatto ashu Şinjan ama şu ayna atalığında xapılmanlar köygüçüler biz aşnaq atalıqlarını işletkendikin bunu xapılmaysızlar. Şinjan sanati Uyg'urcha, Xanzocha, Şinjan medeniyeti Uyg'urcha, Xanzocha,
edebiyatı, muşunda nurgun gazetlerinin, jurnallarının teşleriği menin resimlerimni işletken. Şunçilik bolsunmu men özümde rast talant barmı ya menin şu çağdaki taqdir qismetim şu ressam boluşum bir türtkü qağanlığı menin şu yaxşı bu kasbni yaxşı ko'rganligim, tirishchanligimdan kelgan bir natijalarmi ya menda haqiqiy şu talant barmı degan bir gumaniy bir ko'z qarash bor. Ancha-muncha siz qo'yatdim, yana yo'qolib ketadi-da, kallamda hech ishim yo'q, qup-quruq, nimasiz ishimni bilmay. U o'xshash obrazlarni sizish, o'xshash odamlarni o'ltirg'izib sizish men uchun bakmi zerikishlik narsa u. Bu san'at degan undan narsa emas, sen o'zingning ichingdagi bir yoshirin narsani qaz, o'zingni top deydigan bir narsa bu. Men ashuna tushundim, chatning nurg'un zamonaviy rassamlikning iqlimini ko'rgandan keyin men ajoyib bir cho'ng uyg'unish bo'ldi, burilish bo'ldi. Ammo o'zimni tiklab bo'lish, o'zimni izlab topolmay yomon qiynalganman u chog'larda-chu. Shuni men talantimizni bayqashmiz 90'lı yillargacha keldikanda hamsa sizda haqiqiy bir inson bo'lish talantim bormi? Ha, gerçi yosh inson degan rasmlarni, hiyli qilingdek rasmlarni g'ulg'ul qo'zg'ab, jamiyatda ko'rganlardan voy Uyg'ur ayollar ichida bunday rassam bor ekan, nim degan yosh, nim degan aqlliq, nim degan talantliq degan gaplar endi meni bir xil bu kasbni texmi qilishim, yaxshi qilishim uchun undaydi. Ammo o'zimni topolmayman. Shuning bilan men nima amroq desangiz, hamma ayollar kiyim kiyishga amroq-ku. Men shu imtihon berib o'tib ketgandan boshlab men kiyim kesib, tikish, loyilash Moşu narsaga bak qiziqib ketdim-chu. Eng oxiri men o'zimning kiyimlarimni o'zim loyilab, o'zim kesib, tikib, ajoyib chiroyli kiyim tikadigan bo'lib ketdim. Bu danqam Şinjan'da şu bayning shu yerlarga berib, hatto shu xeyli nocha satan ma'lumlarni sadece kiyimlarini ko'tarib kelgan bo'ldi. Atrofimdagi nurg'un rassamlar marvaysiz, shunda jiq o'qidingiz, shunda talantingiz, azroq tirishsangiz siz shunda yo'q, cho'ng natijaga erishyapsiniz deb. Aşna deysimi, yılqı bir xil ko'nglim yerim bo'lardi-da, ammo nimani siz men bilmaydim. Shu men 92-yili mushu o'tgan dedim-ku, Midat Qaharov deymiz, Ruslan Yusuf deymiz, Abdukirim Isa mushu O'rta Osiyodagi bir turkum rassamlar kelib, ular hammasi meni yo'qladi. Yo'qlagandan keyin men shunda ilhom berdi, men shunda hayajonlandim, shunda ilhom oldim. Anından keyin şu bizning fakultetda Qozog'istondan kelgan bir turkum san'at guruhininki ekskursiya qildik deb biz ko'rgazma ochganda odatda ma'lumlar hammasi uyda sizib o'zining ularning rasmlarini biz ko'rmaymiz ko'rgazma ochmagan. Shunga atab bir ko'rgazma ochdik. Men shu bir necha parcha rasmni olib bersam, mening rasmlarim ashning ichidagi eng yaxshisi ekan. Men rasmlarimni olib qo'yib uyimda etdim. Bir vaqt o'quvchilar yugurib kelibdi, qanday ma'lumlar. Voy, hozir ko'rgazma zalda ekskursiyalar shuni saqlayapti. Shunda cho'qim men bilan ko'rish kerak ekan. Shu vaqtida mening shu maktabdagi o'rnim, obro'yim biroz yana ko'tarildi. U menga ko'tarilgan bilan mening hech qanday xo'shalma bo'lib ketmayman, ammo mening xo'shal bo'lganim ashuna Qozog'istondan kelgan san'at guruhining mening rasmimga bergan yuqori bahosi menga bak ilhom bo'ldi. Shuni men Qozog'istonga chiqib Kaschayev San'at Muzeumida bir ko'rgazma ochdim. Shu vaqtdan boshlab men haqiqatan menda talant bor ekan degan qat'iy niyat keldim. Nurg'un odam sizning rassom bo'lishingizga nima turtki bo'ldi, nima sabab bo'ldi, qanday xo'p rassom bo'ldingiz, sizning yashagan muhitingiz hamma narsani sug'urib aytdi ekanda, o'ylsam mening opam uningdan keyin mening opam kash tikatdi, to'xtamay kash tikat. Dadam qishning kunlari qo'mildi, ko'kmashiri deb nurg'un Uyg'urlar bildi. Dadam dutta chalalaydi, g'ijak chalalaydi, tatalaydi, ani tambirnim chalalaydi. Shundoq muzikani yaxshi chalagan, ham naqshini yaxshi aytadigan odam bo'lg'achqa bir qish dadamni bak oz ko'ratdi. Bu uydan bu uyga o'chiratdilar. Dadam bo'lmagan mashrab qizmaydi ekan-ku. Yen kelib dadam nayt bag'van go'zallikni shunda yaxshi ko'rgan odamchi. Bag'vanchilikkim shunda amroqdi. Men shunda muhit cho'ngibdiman. Shuni men qaytib kelib, mening beshugim degan rasmni sizdim. Mening beshugim degan rasmni sizishdan burun men kimlarning ta'siriga uchirdim desangiz, Amadio Modigliani. Bu italiyalik rassam. Bu nayt yosh tugakdi. 38 yoshida 1984-yildan 1920-yili tugakdi. 35 yoshida bu shu tuberkuloz kesil bilan o'ldi. Ammo
bu aşu 1906-yılı Paris köçüp geldi aşu Paris köçüp gelip bu Picasso bilen nayt yaxşı münasebet ornatudu. Şunda şu devrinin içinde Picasso'daki, Dali'deki nurgun danlık modern zamanı ressamlar bolsunmu, bu özünün içindeki bir tuygunu qizip çıkarlıgan. Qizip çıkıp bunun resmi ekspresyonizmga kirmeydi, yemir kubizmga kirmeydi. Bunun bu uslubu dünyada yegane bir ekim. Bu moşnak güçlük ressam. Ben şunchacık ressamlarning resmini ko'rib, mushu ressamning resmi manga bek cho'nqur ta'sir qilgan. Cho'nqur ta'sir qilish mushuninki mushu ressamning resmida men mushu rasmlarni sizdim. Masalan, men chatning nurg'un ressamlarning rasmlarini masalan go'zallik ilahi, sharbat ilahi, gul ilahi, su ilahi degan rasmlarni ko'rib, bizning ziminimizda shundoq sharbatlik qo'g'indirimiz o'sidi, sharbatlik uzumdirimiz o'sidi deb men mushu rasmni Sharbat Pari deb 1987-yili sizga bu rasmni. Sharbat Pari, ha? Endi qarang, a rasmlar uslub o'xshamaydi. Ha. Onundan keyin men şu çağlarda chatninki rasmlarini, chatning mushu Dünya Uyg'ur dünya adabiyotini o'qib, anakin dünya rassamchiligini ko'rib, mening bütün tafakkurim chat elning muzikalarini anglab, Uyg'urning muzikalaridan butunlay yiroqlashib ketdim-da. Bir kuni shunda uyimda o'ltirsam, bizning qo'shnimiz Qomulluqda yiroq yerdan mushu bir muzikaning ovozi keldi, qarang. Bu muzikaning ovozi qarang, men shunchalik yaqimliq tuyulib ketdi. Shuning bilan men mushu rasmni sizdim. Bu mening o'zimning ko'nglimdagi dadam. Men chunki men mushundaq bir hayotda cho'ng bo'lgan. Mushunaq odamlarni kech muzika chalgan ayollarni ko'rgan, mushunaq 3 ayol o'ltirib, qarang, butunlay Qomulninki mashribi. Bunu keyin men 2017-yili qayta bir sizdim. Bunu Qomulninki biz mushu rasmingizni buni saqlab olsak degandiki, mushuni sizgandim, ammo vaziyat o'zgarib ketib bu rasmni turdi. Bu rasmim mana mening böshigim deb shu Qozog'istondan qaytib kelib 93-yili Urumchida sizdim mushu mening böshigim. Bu mening opam, bu men. Mening sanatkor bo'lishimga mening opamning mushu kashtisi, dadamning muzikalari sabab bo'lgan. Shundan boshlab men bu kasbni mayli nim bo'lsam men cho'qim qilaman degan qat'iy niyat keldim. Shuningdek keyin u jamiyat bir Uyg'ur musulmon jamiyatida ayol bo'lmoq shunda tas. Yeni kelib sanatkor bo'lmoq nechas tas. Siz o'zingizning xohishingiz, o'zingizning xarakteringiz, o'zingizning o'yingiz bo'yicha, ya'ni xalqarалық so'zlasak individual kimligingiz bilan yashash uchun ajoyib cho'ng bir fidokorlik bo'lishi kerak. Ajoyib cho'ng bir qaysar jur'at bo'lishi kerak. Hammanam o'ngga mansima so'lga mingayotgandek ashundoq besim his qilardim. Shundan boshlab Qozog'iston qaytgan. Men mushu sanatim uchun bo'lsinmi, men bu zaminda turmasligim kerakka degan qat'iy niyat keldim. Bo'miz uçaqlar degan Qomul viloyatining maxsus men uchun old iloning bizning Qomul bo'stonligidan chiqqan talantli rassomimiz deb men maxsus ko'rgazmani uyushtirib bergan. Andan keyin Jongyang markaziy televizoriya stansiyasining 2 qatim maxsus filmlarni ishlagan. Keyin Uyg'ur televizoriya stansiyalarining keyin to'xtab turgan men bir ish qilay, naqshchidak kunda men ekranda chiqib ketmay deb unmay. Shuni men 95-yili Qomulning men nima ko'rgazma uyushtirib berdi. İçimden bir besim var yani. Çok bir erkinlikni his qilmaysiz bu jamiyatda. 94-yili bu mening opam. Bu opamning qo'li titrab, mushunaq kechib ketdi opam. Shunda aldirashchilikda, shunda nachar sharoitmi kechilar o'ltirib, mushunaq kechib ketdi. Bu kechtlari tikilib bo'lmagan kechda opam hozir Xudoyim ömrünü uzun qilsin, yana hayot ömrünü bersin. Bir sanatkorga opangizmi? Mana undan keyin men mushu Egun Shilo debchi, mushu Österreichninki mav Avstriya, Uyg'urcha Avstriya deymiz-ku. Avstriyada yashagan Egun Shilo deb bir sanatkorninki
Moşu rəsmlərə şunçilik qiziqib getdim. Nimiş qiziqdın desiniz, ötken yuqorqi Modigliani bilan bu ikkisinin rəsmlərində bizning qadimiy sənətimizning bir simasını gördüm. Siziq qaldırıb sizish, anandakın obrazlarni şundaq mubalağalaşdırıb, şundaq açıq bir keskin, şundaq açıq bir sənət tili var buningda. Aniki siziq qaldırıb sizishləri, şu obrazlarni şundaq açıq mubalağalaşdırışları məng bək yoqdi. Modiglianining rəsmlərində şundaq bir siziq qaldırıb sizish, adamlarni şundaq güzel ayollarni, acayip nazakatlik, nazik sizishləri məng bək yoqdi. Şununğa bu iki rəssamның rəsmində mən bək jiq nərsini öyrəndim. Öyrəngəçkə mən rəsmlərimdə bu icadkar boluş üçünçü uningda öyrənib baqsız, bunimi doğrab baqsız, amma unikini özünüzning qilmaysiz, uni ko'chamaysiz. Ashunun ilhomi bilan siz özünüzning içingizdagi bo'lgan bir narsani yug'ura olishingiz kerak. Bu anandikin sizning bo'ldi. Azroq bu dunyoda mangmagan yo'l, echilmagan sir yo'q degandek, bu mangmagan yo'l bo'lsa-mu, siz o'zingizning ta'mini tepish uchun nurg'un izdinsizkancho. Siz endi nurg'un shu siz yashagan davrdagi iqimlar bilan, uningdan burunqi Yevropa iqimlari bilan ayrim tanishib chiqibsiz-da, ha? Ve shuningga taqlid qilib ba'zi rasmlarni sizibsiz. Bu endi sizning izlanish jarayoniniz. Izlanish jarayonida o'zimni tepish jarayoni, o'zimni tepish jarayoni. Qarang, ma rasm nim degan kuchlik, nim degan ochiq, shu bizning shu Uyg'urlarni ifodalashga shunda tushdim, shu ifodalash uslublarchi. Mo'shunga nim qilib men shunda jiq rasm sizdim. Mana 91-yili mening bir o'quvchimdi, dars oldigan. Bu qiz hozir shu Turkiyada. Bu Akbarmu mening o'quvchim bo'lgan, Qashqardan kelgan. Shu rasmlar endi azroq bak %100 o'xshab ketsa, yana o'xshatishni qolmaysiz. Buni jiq tadqiq qilsiz-ku, o'zingizning ta'mi bilan o'zingizning bir yoshurun bir ichingizdagi narsani yug'urib achib qolishingiz kerak. Men o'ylayman bu shu rasmlarda men shu narsani ifodalay debchi. Bu rasmni shu vaqtlarda siz 94-yili sizibdiman. Buni Toshqo'rg'onda sizgan, o'quvchilarning praktikaga chiqqanda sizgan rasm. Endi shu Egun Shilorninki rasmlariga o'xshab ketsa, ammo shuningdan ilhom elib sizgan rasm. Bu shu 2001-yili bir German saqlag'uchining qo'lida hozir setilib ketdi. Muştan iki parça resim sızgan uçağda. Bu 93-yili shu tuyuqqa bağan sızgan resim. Mening sızgan shu öyni men 90 qançıncı bardım men yana 2009-yili bağanda men şunu ko'rdim yana. Buni shu o'quvchilarni praktik qilib apaganda hamma o'quvchilar shundaq sizivatdı, men yaxshi bo'pti, yomon bo'pti, andaq qilib. Ammo o'zimning sizg'im bor. Men qanday sizaman bu? U 6-oy degan turpanning shunda issiq vaqt ekandan, 6-oyning 15 bag'an. U kunduz sirt chiqish mumkin emas. Shuni men oqshom qip-qizil bir kichik mayboyoq ramkaga qip-qizil boyaqni surib yotdim. Atisi shuning bilan ozroq qurishib chiqib ustiga shundaq nayt yenik bilan shu siziqlarni elibla shu o'yinning shaklini elib ustiga ancha-muncha bo'yoq beribla bu rasmni nayt tez yarim soatmi 1 soat kim qolmay sizib bo'ldim. Shunday shu yili Jungoda bir cho'ng ko'rgazma ochildi-ku, har yil mayboyoq ko'rgazma 4 yil bir qatim ochildi. Shu ko'rgazmaga Abnum rayonlarda ko'rgazma tayyorlik qilib tanlanib u ko'rgazma u yerdan tanlanib Beijingga yo'llaydi. Beijingga yo'llagan vaqtda shu bizning Uyg'ur diyorimizda 3 rassamning rasmi tanlangan. Shu mening rasmim tanlangan. Shu rasm o'ynamagan yerda cho'ng ko'rgazmaga ish kirishib tanlangan. Bu mening shu vatandan ayrilishdan burunqi yana xato ketib qolibdi bu. Ayrılışdan burun, vatandan ayrılışdan 95-yili eng oxirgi rasm. Men shu rasmimdan boshlab, men rasmiy shu qadimgi Uyg'ur san'atimizningki shu yo'lida rasm chizishni boshlagan vaqtim. Shu qo'llarning harakatlari shu vaqtdagi rasmlarga o'xshaydi. Men chiroyning ifodalarimi biroz abstrakt shu vaqtdagi rasmlarning siymasi parmağında. Bunu nima uchun shunaq eqib sizdan desangiz, yilqi bizning madaniyatimizning
şundaq kum barqallarının arasında qep qalğanlığı, amma bizning zimin degan bir ananın simvoli. Ana vatan deymiz. Ana vatan degan gap, ana zimin degan gapda. Shu bir ananın şundaq temkinlik bilan, şundaq işenci bilan, Allah'dan şundaq cheksiz bir baxit, bir kelajakni tilavatgan bir ananın obrazını mushu uslubda yaratgandim. Bu resim Allah'a şükür mushu Roshan Abbas bundan 20 yıl burun setip algan. Hazır bu resim Amerikada Roshan Abbas'ның qo'lida. Behçik adam soraydı bu resmin nerede biz setip alaylı deb. Hiç kaçan ben Roshan'ga bu resimni siz satamsız deb so'rab bakmadım. Çünkü o %100 satmaydiğine işinme. Bir Uygur'un kolda ekendi. Evet, Uygur'un kolda. Yani nurgun resimlerim var. Uygurlarning qo'lida. Bu resmimning Germaniyaga kelganda sizga resim 95-yili sizgan. Birinci resim Germaniyaga kelgandan keyin birinchi parcha resim 1 metrda 1 metr 15. Yana shu azroq yilqi resimning siymasi bor. Bu resmimni mush Germaniyada nayt kichik biz dastlab tashlab kichik uylarda bir xanzo bilan turatdim. Ash kichik bir bulungda rasm chizatdim-da. Ash vaqtlarda sizga rasmlarim. Bu rasmim nima bir German setib oldi. Bu German buni keyin so'zlab berayman. Hozir so'zlasam bo'g'idek. Bu rasm Berlinda bir German ayolning uyida. Shu chaqlarda men 2000-yili shu Münchndagi psixologiya akademiyasida ko'rgazma ochgan vaqtimda nurg'un rasmlarim setilib ketdi. Bu ayol degan bu rasmni yaxshi ko'rib, men 4ga bo'lib bersam buning pulini, chunki men yangidan Berlinda uy setib olgandim. Men sana bir vaqt bir yo'lda beradigan unchalik pulim yo'q. 4ga bo'lib bersam bo'lamdi deb. Va bo'ldi dedim 4ga bo'lib rasm pulni to'lab bo'lgandan keyin rasmni akatdi. Hozir bu rasmim bir Germanning uyida Berlinda. Bu resmimni shu lagerda turib sizga rasmim. Bu resmimni setilib ketdi, shu 2000-yildagi psixologiya akademiyasida. Shu lagerda turib eng dastlabda sizga rasmlarim. Bu mening shu 98-yili men shu pasportim chiqmagan chog'da birinchi qitim rasm ko'rgazmam shu bir kichik bir jamiyatninki o'rinlashtirishi bilan shu ditstep shu mavu ayol Acayip tanlıq rəssamkə bu. Ayal bilə qandaq olub tanış qaldım, işqi bir sorun tanış qılıb, tilim mi yox bir vaxtlardı. Maşum... Ay, nə ketdi bu əmdi? Maria, moşu ayal bilən tanış qapdım əras bir körgəzmədə. Tanış qılıb, bu ayal məni şunçilik yaxşı körkətdi, yolda türkə, ançımın türkçinin bildikə, mənim türkçinin bilməyinə vaxtım. Şundaq qılıb, moşu bu ayal bilan yaqin keldik, bu ayolning uyiga apadi meni. Apagandiki bu ayol mening bir albomim bor, bek yaxshi ko'rkatdi. Sen ham yosh ham talantli ekansan, sen hargiz to'xtab qolma rasmsiz. Agar rasmsiz yering bo'lmasa mening shu sizmaxonamga bir rasmsiz dekatdi-da. Shuningdek shu kichik bir ko'rgazmamga shu ayol Alloh ketdika. Bek xo'sh bo'lib ketdim. Bek xo'sh bo'lib ketdim. Shunaqa narsalarcha bir insonning qimmatini, bir insonningki izzat hurmatichi özünüzün bir kıymetini his qildi ekansiz o'sha insonlar orqali. Keyin surishtirsam bu ayol shunda dongliq ayolga, men shunda bir Germanning isil insonlarning hurmatiga ham qo'llashiga erishibman deb shunchalik hayajonlanib ketdim. Buni ham 2000-yili chizdim. Bu rasm hozir shu Fransiyada bir fransuzning qo'lida hozir uyda. Bu 2000-yili behçik rasmlarim setilib ketgan. Mening birinchi ko'rgazmam. Merve Hanım, bir saatimizi toşturduk hazır. Sözlümayman bu qitim. Çok sözlümayman endi. Bu bir maşına bir tarix bo'lib qolib qolsin dedim-ku endi. Elbette. Bu resmim Bu resmin 2001-yili Avrupa Kasbiy huquqini qo'g'dash idorasida uyushtirilgan
82 parça resmim bilan ko'rgazma qildim. Behçiq rasmlarim setilib ketdi u vaqtda. Bu ko'rgazma jarayon, echilish jarayon bir ay bo'ldi yoki 1,5 ay bo'ldi. Ba'zilar darhol qaror qilmay ko'rgazma tugagandan keyin shu rasming bormi deb shu boshqa bir shaharda yashaydigan ayol telefon qildi-ki, ikkinchi yili. Bor debdi, men setib aketdi. Bu hozir Germaniyada, yana bir germanning qo'lida. Mushu Germaniyaga kelib men bu hajab yana o'xshash men bu Germaniyaga shuncha izzat hurmat mushu xizmat o'rinlarimni ota-onalarimning hammani tashlab kasbni texmi zo'r ilgilash bo'ldi deb ilgilayman deb chiqib yana o'xshash rasmni sizyapman-go deb bak ko'nglim yerim bo'lib o'zimning sizga rasmini o'zim yaratmay ashnaq yurgan vaqtlarimda bir mushu Münchendagi cho'ng bir san'at sariga berib men mushu Frida Kahloning rasmlarini uchirtib bu ayolninki vaqt internet yo'q nurg'u rasmlarini ko'rib andan keyin buni german do'stlarimga bu ayolni so'zlab biringlar deb men u vaqtlar germancham tuzuk bo'lmagandan keyin bu ayolning meksikalik ekanligini bildim, azroq bildim. German do'stlarim menga buni tushuntirgandan keyin menga bak ta'sir qildi. Bu ayol 47 yoshida shu o'lik tutdi. 18 yoshida bir avtobus voqeasi bilan palash bo'lib 47 yetim shu operatsiya bo'ldi. Bu ayol shu ilqi chaqliq o'rindiqlarda o'ltirib rasm sizdi. Shu doktorxonaning shu karvatlarda yetvab turib rasm sizdi. Buning kinosim bor, agar qiziqqanlar bo'lsa, bu qanday rassam deb qiziqganlar bo'lsa, Frida Kahlo deb mishan chekib internetga basa yoki YouTube basa bu ayolning nurg'un dokument ilqi hujjatlik tonishtirishlari bor, kinolar bor. Ko'zi bo'ldi. Bu ayol hamda bir şeyde qarang, ma bir jarandek shundoq shoq vaqtlarda o'qiyat tekkanda buning shunda o'qiyat tekkanda u yillab yerda karvat bizda yillab yetib yiltistati ketdim degan bir tamsillarimiz bor-ku. Bu ashunaq og'riq azob, og'riqning dardida yetib, shu daraxtdek yiltistat yopirmoq chiqib ketgan ko'rinishlari. Ma shunda qarang. Bu endi Dego deb o'zini 32 yosh cho'ng shu Meksikada bakdangliq bir rassam. Mushu rassamni yaxshi ko'rdi. Mushu rassamni shu kallasida mushningdan boshqa, san'atdan boshqa hech narsa yo'q. Shunday hissiyotda sizga rasmi. Bu ayolni biografiy rassam deb baholaydi. Bu ayolning men rasm sizish uslubini yaxshi ko'rmayman. Bu ayolning shu rassam san'atkorlik ruhini yaxshi ko'rman. O'ziga bo'lgan ishonchini yaxshi ko'rman. Shuning uchun shuningdan keyin mushu ayolninki mushu tarixini munozir bu ayol mushu o'zining yashagan mushu uylari tutgan shu ota-onalar bilan birga yashagan uylarini hozir muzeum qilib mushu ishlatgan taxtaylari mushu chaq o'rindiqlardan tortib shu muzeumda hozir doim bo'lsa bir berib ko'rishni shunda orzu qilma. Mushu bir bo'stonliq aylantirib o'tganda shu yashagan mahallasini ham tutgan uylarini bu Meksikadagi bir muzeum shu Frida Kahlo'ning. Men hamda shuningdan keyin san'at, ruh, sevgi va hijron degan mushu so'zni xotiramga yozib qo'ydim. Demakmi san'at, ruh, sevgi men uchun sevgi va hijron. Men nima uchun bu so'zni yozdim deganda qandoq qilsammi men mushu sevgim bilan rasm chizdikanman. Bu madaniyatni so'ydikanman. Bu millatni so'ydikanman, bu zaminni so'ydikanman. Men shu ruh bilan ijodiyat ishlaydikanman. Shu hijron azobida azoblanib o'ltirib rasm chizdikanman. Shuningga men mushu ayolning rasmlarini ko'rgandan keyin menda hech ikkilanish bo'lmay, mushu rasm chizishni mushu qandoq ichimda nim bo'lsa, ikkilanmay shuni chizish kerak ekanligini mushu ayoldan o'rgandim. Shuningdan keyin mening sizlig'im men mushu rasmlar bo'ldi yana. Qadimiy ko'chalar, bunday rasmlar. Bu rasmni bir germanningki qo'lida hozir bakchiq odam so'raydi. Vatandan nurg'un uyg'urlar so'raganti, bu Münchendagi yashaydigan bir ayolningki uyida bu. Bakchiq rasmlarini setib olgan. Sizning har bir qitimqi hissiyot jihatdagi davolg'ishlaringiz, hissiyot jihatdan haqiqatni his qilishingiz va texnik jihatdan ilgilishingizning hammasida yana sizni o'sha vatan zaminiga olib tashlaganligini ko'rasiz. Bu haqiqatan qimmatli bir ruh. Ajoyib.
Şunçılık bu resimim 2009 yılı çoğun sene sarı. Ben her yılı şu München'deki padişahlık hukuku igi boğan bir cemiyetinin azası olgan 15 yıl oldu. Ben her yıl şunda körgezmeki talınma, şunda çoğun muzeumlarda içildi, şunda yaxşı ressamlarının resimleri koyuldu. Her yıl bir katalog, bir parça resmim kirgizildi. Hem resimlerimi birden iki geç talınıp körgezme koyuldu. Bu 2009 yıldaki aşu körgezmedeki şu resimler, iki parça resmim. Ninki aldı düşke resmim. Bana şu resimni men 2003 yılı şu German dostlarım bekçekte meninki şunda vatanga barma deb baramay bir sorunda şunda yig'lab qoldim da. Lekin şu ressam şu dostlarim sen şu hissiyatını resim sizsang bo'lmamdi deganki to'g'ri men rasm şu hissiyatımni resim qilib sizaychu deb men o'zimni şu karvallardek şu birinci parça resmimni shundaq deb boshladim. Şu resimlar bilan boshladim. Bu bek cho'ng 1 metr 20 1 metr 50. Uningdagi mening karvallarim taklimakandan vatanga qarab mengyapman da men hozir. Karvallardek taklimakandı. Uningdagi mening karvallarim tağning tigidan o'tdi. Uningdan keyin mening karvallarim shu vatanga yetib keldi. Shu chaqlarda apam men har kuni telefon açatdim ballam karvallar ne keldi deydi. Apam shunaq tağning yenidan tigidan ketyapti. Ko'gilar shunaq tağning yenidan mangalamdi desam apam dedi. Balam tögi degan shu at kok mangamaydigan yerlarga mangalaydi deb shuna ilhom berdi-da. Endi shu chaqda mening şu ijodiyat ilhomim acayip bir yükselgen bir davrkan. Şu 2003 yılı bir demde sizga resimlerimde şularning hammasi ma resmim setilib ketdi. Ma resimlarım setilib bu resmimi setilib ketdi. Şu bu resmimi setilib ketdi Köln'de. Bu mu setilib ketdi? Endi şu çağda men beh yaxşı xatirem beh yaxşı narsalarni yozibdim. Men shoir emas, ammo o'ylanib her kelsam men shunda chiroyli men turg'aya aylanib menda bir yozmoqchi bo'lgan narsam menda 4 ko'p 2 ko'plet bir narsaga aylanib qoldi. Men o'qib beray. Bu she'rimninki titrsi Karvan. Men bir saraysiz karvanmen. Qar yağmurluq tağ daryolarda vayronman. Çöl cezirlerde sersanımen, halkın işqida mestanımen. Kadimi koçlarda biz qenidep, şu harabiliklardaki rohanımen. Ruhim kebi vatan hicranıda leylanımen. 2003 yılı 7. ay. Şununla mening dostlarim nemish qilyapsa deydi. Shuna qilyaptimi desam, aniki bir jurnalist dostu var ekan to'q. Ular o'zaro voy mervoy aytmishlar qilib ketibdi deganki u hayajonlanib men berib uni ziyorat qilay deb shu mening ruhi bilan sayohat ketganda deb titil qo'yib mening shu holatimni yezib chiqadi shunaq bir kesibga. Lekin şu sizin hayatınızda sizge ilham bergen, sizni medhiyligen, nayt nurgun dostlarınız boptu. He. Meyli chatlarga chiqqandan keyin bo'lsin, ham bu meni aytdimdi, yaxshi bir fursat bilan ta'minlabdi sizni. Sizga davomli ilhom berganlar boptu, atrofing'izdagi kishilarmi? Behçin ko'rganlarga iltimos qilmam germanlarning orasida. Bu resim Rayhan Bektur deb belki bilsizler, bizning bir alimimiz var Amerikada. Şu Rayhan Bektur nayt yaxşı görüp setip aldı. Bu resmi şu hanımның qo'lida bek hoş buldum. Bular hammasi germanlar qizil chek. Şu Germaniyada bular. Bayamqı bu resimmi şu 3 parça resimni setip aldı o hanım. Biroqlam nayt yo'qur. Men menda alıp tuvan baha desem mervayet. Bu siz degan oddiy bir san'atkor emas, sizning resmingiz unda tuvan bo'lmasligi kerak. Menga bersangiz men shundoq xo'shallik bilan olman, ammo keyin şu mening resmim ajab shunaq bo'pti deydigan yuragingizda bir bunda ichindigan bir narsa qolmasin, yaxshi o'ylaning deb.
Şu Rayhan Bektur mening haqiqiy bir san'atkorlik qimmatimni shundoq yuksaltirib, ajoyib baxtli his qilib ketdim men shu chog'da. Bir san'atkor uchun pul emas, shuning qimmatini bilish uchun bir ajoyib zo'r ilhom bo'ldi ekan. Bu resim 2010-yılı Türkiye'deki Erkin Tarımı'da koymuş, Erkin Ahmet'ninki uyda bu. Bu esil resim ki. O yana adam ki şu resmini saklı aldı. Bu resim mi şu München'deki birisinin şahsi igidarçılığında. Bu resimni çık Uygurlar sordu ama tek çıkar mende. Mana mushunaq har yili chiqadigan bir katalog. Men endi bu mushunday cho'ng ko'rgazmalarda nima bilan men bir san'atkor desangiz, mushu hech kimga o'xshamaydigan o'zigacha bir mazmun, o'zigacha bir madaniyatni, o'zigacha o'zingizga xos bo'lgan bir istil bilan ifodalaganligim uchun men shuncha jiq girma rassomlarning ichida men bir tal rassom bo'lib o'sha rasmlarni nashalarda ko'rgazma qildim. Şunda faxrlanib ketdim. U bir san'atkor uchun ajoyib cho'ng bir xo'shallik ham bir baxt. Haqiqiy san'atkor o'zining qimmatini, o'zining g'ururini shunday bir natijalar orqali tiklaydi ekan, o'ziga bo'lgan ishonchimi shunday bir ishlar orqali. Bu rasmni Münchenda yashaydigan Abdumit Tursunni jiqlab bildi. Abdumit Tursunningki xonimi saqlab oldi hozir bu rasm shularning uyida. Bu rasmni nurg'un Uyg'urlarninki hatta yostiqlarga bosqinni ko'rdim. Bek ko'nglim yerim bo'ldi. Ham bizning rasmlarimizni ishlash shunday xo'sh bo'lmas, ammo bizda so'roqsiz ash yostiqlarga bosqinni ko'rdim. Yana boshqa yerlarda jiq narsalarni ko'rdim, jiq ishlatilganligini ko'rdim. Rasmlarimizni ishlash xo'sh bo'lmas, ammo bir san'atkor, bir ijodkorga bo'lgan bir hurmati bo'lsa, texmi xo'sh bo'lmas. Ba'zilarini ekranga patmadi deb kesib etgan, ba'zilarini yaxshi ko'mdi deb besib etgan, ishiltamay yerlarini kesib etgan ashunaq. Bu meningki 2014-yili Berlin shu qadimgi san'at muzeyum, Aziya san'at muzeyumida tushgan rasmlarim. Bu rasmimga kelsam, tunugun bugun deb men 2006-yili 2004-yili bir bordim vatanga. Bu shu rasm chiqroq azroq to'xtalg'im bor. Bu resimning titlisi Tünögün Bugün. Çoğunluğu %130 mava yapma yani bu kaptı hata yazılı kaptı. 1 metrde 1 metr 30. Ben 2004-yılı vatanga bağanda ben vatandım 2006-yılı 1995-yılı yıl ahırda ayrılgan. Uçaklarda yeniden hem işler normalleşip Uygurluğu bilen yaşavatkan vaxtlarda 2008 yıldaki baksam bizning aşı Komul Astana yesi kentde dehqonlar beşi komulcu dopularını kiyip ayollarni so'rinlarda o'zining mo'xaz taqilgan dopularını kiyip Uyg'urcha kiyimlarni kiyip shunchalik bir yangi kayfiyat paydo bo'ldi. Bir Uyg'urlik kayfiyat paydo bo'ldi madaniyatida. Shunchalik hayajonlanib qo'shib ketdim-da 2006-yil ishkildikin baksam degan bu texmi kuchli ketdi. Shu Ürümchining Dönkörük atroflarida baksam xeli jiq odamlar do'plarni kiyib yashangan bunda o'tir yoshlik odamlarni do'plarni kiyib ayollar yog'liqlarni chigib ancha-muncha qapangan ayollarmi bor ekan. Shuning bilan men hayajonlanib, voy bizning rasmiy o'zimizning madaniyatimiz asli kevitibdi, nim degan go'zal deb men shu faqat ayollarni bir sizay deb Qashqarning, Qomulning, Keriyaning, shu ish qilib Kuchaning degandek mushtaq rasmlarni sizib buni kayni qip-quruq qoldi. Yerdan unib chiqqandek qoldi-da. Nima sizishimni bilmay to'xtab qoldim. To'xtab qilib buni qo'yib qo'ydim. Ba'zini ashuna qilmaychi. Men 2009-yili borganda shu Dönkörük atrofida qor kiyim kiygan ayollar shunda chiqib ketdi. Voy, singlimni so'rdim-da, bu ajab Dubayda jab chiq bu arablar jiqlar ketibdi-ku desam, voy bular Uyg'ur deb ras yeniga borsangiz Uyg'urcha gapildi-da. Anandaki mening shunda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Yerim bo'lib ketib, qaytib kelib, shu rasmlarimni ratlab, yana ijod ishlayman deb bu rasmni chiqarib, anandaki kayniga
Nimeni oýladыңız bizning şunçalyk uzun tarihimiz buga, şundaq şanlyk medeniyet yaratgan, hiç kimge okşamaydigan biz medeniyetimiz bolan bir millet. Mene bizning özümizning milli kiyimlerimiz bar. Ayallarning güzelligini, nazaketini, latafetini, hatta takvadarlygyny namayan kılgan şunçalyk güzel milli kiyimlerimiz var. Nime üçin bular qar kiyim kiydi dep bek köňlüm yerim bolup gitip, men bu resimni şundaq qılıp bitirip etdim. Moşu kızıqsı tekstini köz okusu buldu. Bu menin 2011-yili aşu Münchendeki Mao Psikologiya Akademiyasida sizga qılgan körgezmemning bir rasmi. Moşu Münchendeki analar ballarni şunda çıraylyk milli kiyindirip apyp ketip bek hoşup ketdim. Bu resimni bek yaxşı görme, qarang bularning omaklygyny. Her bir resiminizin bir hikayesi var ki hakikaten. Bekmi təsirlik, bekmi. Uygur tarih bilen birleşip ketken bir sergileşim. Şu. Yılgı ifadeleş okşumagan bilen yürügüňizçe Uygur izleýisçe her kanda ressamlar bir özünün kimligini aş yoşurun singen aş medeniyetini kezip çıkırdıgan bir ruh. Aşna bolmasa ijadkar bolamaydy. 2009-yılı men singlim bilen tuyuqqa bardım. Tuyuqqa berip et degende biz saat 6-da mangandyk, 9-da gün taz çaknagandyk. Tuyuqnyň ilki 8 tamlarga düşken hili nur bilmeýmen nime üçin şunçalyk ýygyp ketdi. Tamygy ýamyşyp durup ýyglap ketdim. Hanes muşu tamlarnyň arsyga bir paç kesek bolup kopurlup ketgim kelip atdy. Ýylyk et degende kirsiňizçilik Uygurlarning aş koça kirsiňizlik sol sepken, ýylyk topunyň purugy, anandykini ýylyk günniň çaknap düşken, ýylyk titilip ketken, tamlaga düşken qaytyrmy nurlary, anikin sizning u vatan zimin bolgan ilki seýgini, söýgüňiz, hijran, hämmesi ýugurlukça men patlap ketdim. Şunuň bilen muşu gepni ýazdym. Vatandyki şu kadimi tamlaga bir parça kesek bolup kopurlup ketgim keldi depçi. Muşu gepimni aşu katalogumyň içine kirgizdim. Pek güçlükke hissiyatınız hakikaten. Bu 2010-yılı Türkiýeninki Türksoy dep bir jemgyýet bar, her ýyly faaliýetler hazır ular jynyp ketdi go. Aşu faaliýetde bagandy sizga resmimdi. Bu resmim aşu 2013-yılı mälik halkaralyk koloniýanyň teklip bilen biz bütün halkara dünýäde 80 ressamny çakyrypdyk. Men şularyň kataryna berip resim sizga wagtymda bu resimni men 2010-yılı sizip kaldırgaç Türksoy çakırga wagtda her bir ressam 3 parça resim istedi dep men şu wagtda sizip kaldırga resmimdi. Bu resim 2013-yılı men Türkiýeýe şu Sapanjy kölde sizdik. Aşu bek çyraýlyk ýeke o. Aşu wagtda ýene Türksoy şairleri dep bütün Türk cemaatideki şairlarny ýygyp bir jurnal çıkırıp, aşu jurnalın teşigi çıkırıp dike bunu. Şunçalyk bir yerden 6 medal alganda koşup ketdim. Ular aşu biz bir maşina adam, bir avtobus aşu şairlarny bizning resmsiz watgan yerimizge ekipdike aşu düssü depçi. Düssü aşu Türksoynyň başly kazak adam, aşu adam degen şunçalyk hoşup maň bu resimni. Bu jurnalny bir medal bergendek şundak hoş kıvetkendi, yıglap ketdim. Şunda çağlarda çok qarang, vatanny seýgindi ekensiz, Uygurlukny seýgindi ekensiz. Moşu netijelerni, moşu kymmetni u wagtda siz özüňizge täwä emas, bir milletge täwädek his kıldy ekensiz. Moşu medeniyetni, moşu netijelerini dünýä aşy garibany Uygurlar köz kançylyk gorolunup, kançylyk ümitip, kançylyk baxtlyk hoşup gitdi dep. Çünki men bu hazır dünýä saýtysy bir netije yaratga, bir çolpanny körsem ýyglap ketdim haýajanlypçy. Aşla moşlap bir hoşup kesi bulmamdy diýdim. Bugün men fakat bunu sözläp atdym. Bu bir vatannyňki körünüşi. Bu setilip ketdi, hemmeni germanlar setip aldy şu. Bu meniň bir german hoşnam bar şunyň öýde. Bu ajaýyp muşu Gulcunynki ilki çapçal deydigan çapçal deydigan bir oturum başlangıç mektepning muallimi setip aldy. Şu ilki WeChat alaqa wagtlarda meniň etrapymdyky meniň kızykçylar bäh çykdyçy. Bu resimniň men bahasyny desem şunçalyk ýokary bahada setip aldy. Bu 50'de 40 çoň emas.
Aşu 2500 yevroga setip aldı aş ayal. Bizning Uyg'urlarning ichidami mushunaq odamlar borki, shunchalik hayajonlanib ketdim. 2006-yılı 16-yılı bağında men özüm bilen billa apadım. Çünkü bunu post salsam özüm işenmedim. Salamet bardığına. Bu resimlerim var tek kolumda. Bu resim bir German dostumның uyda setil ketdi. Bu resmim şu. Bu resmim aşkı şu Ablamet Tursun'un hanımı iki resmini bir vaqt setip algan. Münşinde bu Uygurlarning qo'lida. Bunu 2018-yılı men bir ko'rgazma açqan, men şu dаңlıq bir yerde, ta'siri çoğ bo'lgan bir yerde. Şu Mao G'arbiy Germaniyaning gazetida tonuşturgan men bek yaxshi bir çoğ maqal qilib tonuşturgan. Şu maqalını o'qib, nechisi telefon qilgandi, şu bir Amazonda ishlaydigan ayolga, German ayol, şu rasmimni setip alma deb xat yozibdiki, men sizni xonamga chaqirdim-chu, chaqirib bir nech parchani evetdiki, şu rasmlaring bormi deb, "Bor" deb, anki men sizni xonam taklif qildim. Şu rasmni setip aldı. Basin desem, şu dal ko'zim qartib turib, pulni urib etdi, shunchalik xo'sh bo'lib ketdim. Bu rasmlarni uncha arzon emas, ammo bu 2017-yılı sizga resmim. Vatandan qaytib kelib sizga resmim. Bu resmim şu Germaniya Davlatlik San'atkorlar Cemiyeti tarafidan o'tkazilgan yillik cho'ng ko'rgazma qo'yildi. Her yildagidek şu hammasi mening qo'llig'im. Hammasining qo'lida mening rasmlarim bor, şu rasm. Men nerede ko'rgazma açsam bular bordi. Bu 2020-yılı sizga resmim. Keyin kerak bo'lib qolishlarni izlaymizkan de sizning rasmlaringiz. San'atkor degan ashna sizimiz qarang, sizimiz endi ta'limimizni bir yig'ib bizning Uyg'urning ichidan chiqsa ekan deyman, ashna bir yig'ib to'plag'uchi. Ana yig'ib to'plag'uchilar tonishtirdi-chu bir millatning rassamlarini. Hozir bizda yo'q, mana sizyapmiz. Shu qanday bo'ladi bu Uyg'urning özünki medeniyetini, özünki kişilerin kadir kıymetini. Bu şu 2013-yılı İstanbul Sapancı Gölü'deki Moşu adamninki qo'llashi bilan uyushtirilgan 80 ressam. Moşularning hammasi öz davlatlarida ma Yugoslaviyalik ressam, ma Germaniya, şu Türkiye'nin dаңlıq ressam ekan bu. Bak qiziq adam, bak ashna bir faoliyat bo'lsa endi borsam ekan deyman. Bu Port Art deb Ankara'da ochilgan ko'rgazma. Bu Mao Ankara'da açılgan ko'rgazma. Şunun erkin tarım berip ziyaret kıldı. Mao İstanbul'daki Atatürk Medeniyet Merkezi'de açılgan ko'rgazmaga şu resim o'zida qatnashdim. Şu bir Uygur Ferhat Sapanchi deydi. Ferhat Parisçi deydi. Ferhat Parisçi. Şu adam atayın berip biraz ayalı bilen resmimni ko'rib resim tart evetdiki, şunda hoş oldum, ben söyündüm, rahmet etmem men yenila. Bu şu Sapanchi Köl'de tushgan resmim. Sapanchi Köl'de şu resmimning aldı tushgan resmim. Ne bo'ldi endi? Ketib qoldi nima? Slaydni. Uni o'chirasiz ketib qoldi danga. Yo'q, siz yana qayta nima qilishingiz kerak. Agar bo'lsa ko'rsatganlaringiz-chi. Yana o'xshash. Qayta qilsangiz bo'ldi. Chiqib ketib qoldingiz. Haqiqatan aytdi, yaxshi suhbat bo'ldi. Biz Mervayet Hanım'nınki qandaq qilib bir ressam bo'lganligi bilan munosabatli bu hayot hikoyasini aytib berish jarayonida o'zini izlash, onunkin talantni bayqash, tirishchanlik bilan ilgirlash, arzu armanlardan voz kechmaslik, nam shuhratga qanoat qilib qolmay davomli algı izlash ruhi ve bu jarayonda o'z madaniyati bilan birlashtirish, tonib yetish, xoslik yetiştirish uchun eng muhim omilning yana o'zining millatininki madaniyat ekanligini,
tonup yetişi, bu jaryanlarni hakikaten naiti tesirlik kılıp sözüldü ve ben muşundaq bir jaryanni his qildim, kördüm. Ve Mervayet Hanım'ın özünün milletiga bo'lgan cheksiz muhabbetini, cheksiz söygüsünü mu körüp öttük. Yazgan şiirimi bek tesirlikti hakikaten. Özün içinden çıkan bütün hissiyatı bilen özününki milleti, özünün halkının kimler ekanligini hakikaten nayet yaxşı tonup ketken, özününki milletininki medeniyetini yeyiş üçün bir kişilik hissini qoşup atkan ve bu yolda faqatla vazgeçmeyi tirişçanlık gösterip atkan bir sanatkar ekanligini his qilib yetdik. Bir sanatkarninki ösüp yetiliş jarayoni asan emasligini mi biz bu söhbetde körüp yetdik. Hakikaten özününki milletinin medeniyetinin, özünün milletinin tarihinden ayrılıp qilish yoki başka bir zeminde ösüp yetiliş asan to'xtamaydi ve mümkün emas. Xuddi bir ösümlikке su, quyosh ve tuproq kerak bo'lganga o'xshashla bir sanatchiga yoki bir millatninki munavviriga deyli, ziyolilarga cho'qim o'zining millatininki medeniyeti, öz millatininki tarihi, öz millatinin kechirmishlari şu tuproqqa o'xshash, suvga o'xshash, quyoshga o'xshash lazım. Bulardan ayrılıp qilishga hergiz bo'lmaydi. Bir millat agar o'zininki medeniyetini davamlaştırıp yaşayalsa, o millet bulup turalgan boldu. Eğer özünün bu medeniyetini davamlaştıramsa, bu millet mu yo'qolib ketadi. Bunun içinde elbette til ba, tarix ba, din ba, sanat ba, hamda bir milletni bir milletninki sanati Mervayet Hanım geldi. Bir milletninki sanati hamda bir milletninki ikki qanat bo'ldi ekan, bir milletninki o'sib yetilishi yoki taraqqiy qilishida. Birisi bilim bo'lsa, birisi san'at degan gap bor. Biz bilimdimi, san'atdimi ayrılib qolsak bo'lmaydi. Yana kelib Mervayet Hanımның bu hayotidan biz haqiqatan millat bilan birlashib ketgan, o'rtoqlashib ketgan bir hayotni ko'rdik. Ko'p rahmat Mervayet Hanım, siz bir chiqib keldingiz. Nani xato Ha, hech qisiq. Endi oxirgi deydigan gapingiz bormi? Sizcha endi yani alo, ovozim keladi. Asasen bir 10 minut vaqt bo'lgan bo'lsa, xulosalab aytgan bo'lsam yaxshi bo'lardi. Xulosalab ayting endi 10 minut emas, 5 minutlarda xulosalab aytsangiz. Yana slayd ko'rsatamsiz yoki? Azroq batdi endi, mayli. Eğer undaq bo'lsa ko'rsataman desangiz ko'rsatsangiz bo'ldi. Yoki eğer og'zaki xulosalab aytay desangiz bo'ldi. Asasen tugab ketdi endi qag'ina shu nurg'un oshgan ko'rgazmalarimning plakatlari, nurg'un oshgan ko'rgazmalarim jarayonidagi meni shu G'arbiy Germaniyaning yoki shu boshqa shaharlarda oshgan ko'rgazmalarim to'g'riliq yozilgan gazetlarga e'lon qilingan maqolalar, anikin nurg'un ko'rgazmalar qilingan taklifnomalar, shularni eslamdi. Demek bu bir ressam, bir cemiyette meyli özünüzün zimini bolsun, meyli başka elde bolsun, siz şu normal sanatkarlardan özgüce ayrım okşumagan hem bediliğiniz, öğrengen sanat kabiliyetinizin yüksekliği hem şu nurgun sanatkarlarga okşumaydigan bir yolunu tutkanlığınız bilen siz özgüce bir ressam bulup şu ressamlarning arasida men her daim özümni nimeden baxtli his qilsa desangiz, bu sanat mening bir yashash nishonim, hem mening kimligim, hem mening bir yashash g'ururim bo'lib aylanib ketdi-ku. Boshqa men shu o'zimning xushalligimni, baxtimni shu mushundaq taraqqiy qilgan bir eldagi rassamlarning qatorida rasmlarim tanlanib, shularning ko'rgazmalar, shu rassamlar rasmlari qo'yilsa, men bu mushlar o'xshash bir tip daraxt degandek bir xil şundaq ruh bilen şundaq g'ururlanib gitmemdi. Bu insonga şundaq bir baxtni tuydurgan hem özünüzün bir sanatkarlık, yani insanlık bir tuyg'unuzni tuydurgan, biz o Xitoylar bizni undaq ko'z bilmaydigan, undaq bir millat emas. Vatanda men nimaga achchig'im keladi desiniz,
Şunda çoğun Xitaylar bilen oxşaş dərəcə, hatta onlardan üstün orun tursunuzmu, sizni assallık milletinin içindeki palanı desi, bek atçığım keledi. Sen beni assallık milletinin içindeki palanı deydiğen, sen kimdin, sendin mi artıq, sendin mi akıllı? Dep, nurgun nesla benim vatandan çıkışım. Şu memleket dereceli körgezmeye katnaşqa vaqtımda, bu bizning maktabning bir g'ururi, biz maktabning obro'si, bizning maktab shon sharaf keltirdim deb bizning ash maktabningki direktori bilan Dangvi Shujilova atayın chaqirib shu chaqda meningdan shundaq bir paranglashayli, so'zlashayli deb meni chaqirganda men kirdimda. Kirsem shu Xitoy Shuji asallık milletinin içinde qanchasi var ki, ayollarning içinde qanchasi var ki, sen bizning maktabning faqiri, aqlli ko'klar deganda uning nimda so'rashini men bilib biletdim danga, shunda achchig'im keldi. Men dedim, men bir inson dedim. Bu mening tanlangan ko'rgazma, bu asallık milletler resim ko'rgazmasi emas, memleketlik ayollar resim ko'rgazmasi emas, memleketlik yoshlar resim ko'rgazmasi emas. Bu fakat Jungo güzel sanat maybiyak resim ko'rgazmasi. Men bir insan, bir sanatkarlık salahiyetimle katnaştım. Men ayol bo'lganligim uchun emas, asallık millet bo'lganligim uchun emas, ayol yosh bo'lganligim uchun emas. Men fakat bir sanatkar, bir insan bo'lganligim uchun katnaştım desem, vay, Uyg'urning ichi sendek adam chiqqan bo'lsa deb shundaq mening achchig'im keladigan narsa mo'shutdi. Meni asallık millet biz sana e'tibor beraysan, sen kimding menga e'tibor beradigan? Men sening e'tiboringga men muhtoj emas deb shundaq g'ururim tegatdi shu chaqda. Men o'quvchilarimga aytdim, sen g'ururingni haqni tillab, haqdan batnab emas, ashlar 1 soat o'rgansa 10 soat o'rgan. Ashdan ustun o'qishing kerak deganni bek ta'kidladim o'quvchilarimga. Shu Germaniyaga kelganda birinchi ko'rgazmamda meni shu tonishtirgan chaqda abayam rasmini ko'rsatdim-ku. Uyg'ur sanatkor deganda men itilib ketdim yig'lab. Shunchalik ichimga patmay ketdim. Qarash bu endi, lekin o millat bizga butunlay ashda qarab keldi. Men bu ko'zga ilmaysa qanchalik bo'lsang biz bilan tang bo'lamaysan deydigan bir yoshurun kamsitmaslik bor-ku, bizni kamsitish bor. Endi Yevropaga kelganda birinchi qitim men bir sanatkor ayol, bizning ayol sanatkor, kunuslerin debchi arabning kayniga ayol erlikning shunchalik hayajonlanib ketdim. Haqiqiy o'zimning qiymatini, insoniy qiymatimni his qilganda shunchalik baxtli his qildim. Endi bu haqda so'zsam gapchiq, yamanchiq besimlava, bu bir inson bu sanat hayotini so'zlash u 1 soat yetmaydi. Shundaqdimi baxtchiq so'zlab etdim. Yeni jiq yaxshi gapirib qoldi, yana fursat bo'lsa yenimi so'zlama. O'tgan haftami bir savol tushgan, hozirmi shu ma'noda savollar tushyapti, lekin buning siz javob berib bo'ldingiz deb o'ylayman. Sizning o millatga bo'lgan hissiyotingiz bilan bu javobni berib bo'ldingiz, lekin yana bu savol kelishga davom qilyapti. Bu savol şu, siz hem demiş Uygurlar üstüne ep berilayotgan qirg'inchilik haqida resim siz için o'ylashdingizmi? Bu qirg'inchilikni qanday qilib o'zingizningki san'atida ifodalaysiz deganga o'xshash bir savol. Yig'incha qilsam, bu bir necha savol, bir savol shaklida yig'incha qildim. Siz javob bersangiz shunga. Ondan keyin tugatsak. Endi bu qirg'inchilik to'g'riliq rasmni men sizmidim emas, sizda mening bir parcha rasmim bor. Bugun ekranda uni ko'rsatmadim. Uni butun dunyodagi Uyg'urlar degan birsiga loyiq qilib degan bek yaxshi ishlatdi, bek yaxshi qo'llandi. Uni 97-yil silg'an rasmimdi. Shu G'ulji voqeasiga atab. U rasmim bekchiq o'zining kuchini ko'rsatdi deb o'ylayman. Men u rasmlar bilan manda resimsizdim, men manda inqilobchi, manda vatan so'yuvchi, millat so'yuvchi, inqilobchi degim kelmadi. Chunki mening hozir shu Uyg'ur degan shu nom bilan shu Yevropadagi madaniy taraqqiy qilgan elda men bir Uyg'urning sanatkori degan shu g'urur bilan, shu iroda bilan, shu jasorat bilan turishimning o'zi Uyg'urlarga nurg'un shon sharaf keltirdi, ham g'ururni tuyg'izdi, ham bir hayotiy kuch ato qildi deb shunda o'ylayman.
Men Münchende 2009 yılı şundan çoğun bir plakat resim sızgan. Bu resmim iki demeydiğen gapni devletay. Moşu Münchendeki bir çoğun namayışga ülgetip sizdim o resimni. O resimni men nait bir hafta vaqt çıkardım. 2 metre, 2,5 metre, 2 metre çoğun plakat. Endi moşu resmim arkalık men bütün moşu jurnalistlarninki şu çalıp bir cektini kozgap bir iş kılay dep apırıp yarım saat tekin onu German sakçılar yığıp aldı. Nemiş yığıp aldı deseniz ma tarafta bir tarafta Xitayning bayrağı, bir tarafta biz Şarkı Türkistanning bayrağı. Oturda yılqı yer şarının belgisi. Anikin yer şarının oturda bir kompüterning ekranı var. Ekrandaki simni kesilip ketgende bizning aloqamiz ketdi o. Şu Xitayninki 5 yıldızның üstüge nasısının belgisini siz koyup demeye karan. En ahırda. Endi Germaniyada bu mani qilindike qarang. Agar san'atkorlar san'at ko'rgazmalarda buni qo'ysa bo'ldike, ammo u bir siyosiy maydonga va unda bir belgini chiqsa mani qilindike. Shuning bilan ko'rganmi o'g'ri, o'g'irlaganmi o'g'ri, tutganmi o'g'ri bo'lib, qarang, uni ikki Uyg'urga tutqizib qo'ygandim, ikki Uyg'ur yigitga. Tutib qo'ysam, bularmi tang sotlanib, qarang, 2 yil davom qildi. Eng ahiri biz uttuk, ahlandık. Mening u chaqda shu sotda bir san'atni tushunadigan adam qildi-ku endi. Bunun gapini anlasam ben hayatımda mening rasmimga unday yaxshi bir baho berib baxmapti o'ylasam, bu rasm qandaq vaziyatda? Buning millati nima? Bu nerede yaşagan? Bu qandaq vaziyatda? Qandaq mazmunda, qandaq maqsad chizgan rasm deb shunchalik yaxshi yezib, so'z u resimni aklandı. Hazır ba o resim. Şunun bilen men mi aklandım? O resimlerini kütüklem. Anındaki men bunda neslenme kımısam boğdak. Bu bek inçki nesike dep. Şunundaki men bunda resimlerini sizişini oylusam mı? Sızmayma. Çünkü onunda mı küçlük neslerini sızıvattım dep oylayma. Doğru değilsiniz. Köp rahmet. Düşünmeyenler için o resimni mi sızamdı? Resimdi mi okumdu? Resim degende mi bir okuş kerakmi? Ayol kishi mi resim sızamdı degende aşnaq gaplarda men qutulamay chiqqan bir yerga. Men ressam. Mening sızdigan narsarim shundaq jiq. U resimlarni sızmasaqmi internet yurak bag'rimizni titib her gün qarsak shu resim bor. Agar men ashna resim sizib vatanni qutuldira olsam, men hamma narsamni tashlab shuna resimni satdim. Doğru değilsiz. Lekin sizin her bir resminiz mençe endi köpçülük bu ekranı biz bilen birlikte boğallar şundak oyuluşu mümkün endi şahsen men her bir parça resminiz Uygur'un naiti obrazlık, naiti küçlük bir şekilde dünyaya düşendiriyatı neçe parça eserninki işini kıvatsız siz bir parça eseriniz bilen. O eserler hem de tarih hakkında, medeniyet hakkında yazılan nurgun eserlerimiz mi var? Lekin siz bu resim bile Uygur'un ki obrazını, muşu her bir köygücünün ki jürgüge muşu sizip koyuvatsız, çekip koyuvatsız şu. Sizin andı materaptiki rolunuz mu var? Şunun için hem bugün ötken heptedeki program ve bugünkü programla birlikte sizin kançilik vatan perver, kançilik milletperver bir kişi ikenliğinizni hemimiz körüp yattık. Sizge yani köp rahmet etme. Ama ben yemirgenlerden koygunca mesela bir milletin içinde bir alimimiz çıksa biz şunçuluk oralınıp gitmiz. Bu alim Uygur'unu tadqiq qilmagan. Şu dünya insanlarının qatarı turup özünün özünün akıl zihni bilen dünya insanlarının qatarı turup bir alimimiz çıksa biz oralınımız. Şunda mı? Biz bir ilham berdi, g'ururni tuydurdu. Sizlarning bir mushaq bir ko'rgazma qildak bir rassaminglar bormi deganda bu bir dünya insoniyat oldida mana bir rassamimiz bor desa ketayotgan odammichu mundaq orqa qarab qanima ko'raychu deydi. Men shunday tushungichlarga bir millatning hamma narsa bo'lishi kerak deganni
muzikantlarımız bo'lish kerak, rassamlarımız bo'lish kerak, olimlarimiz, faylasoflarimiz, hamma narsamiz bo'lganda bu millat degan bir insonga o'xshaydi. Biz bir insonning hamma narsa sog'lom to'liq bo'lganda inson bo'lganga o'xshash, bir millatning hamma narsa to'liq bo'lganda u bir millat bo'ldi, u kuchli bir millat bo'ldi. Shuning uchun men bunday gapni jiq anglayman. Nima uchun siz mushu vatanni sizmaysiz, itvatqanni, chepvatqanni, qirvatqanni sizmaysiz? Mening uni sizishimning hojati yo'q. Hozir apparatlarda hamma narsa mening sizg'inimdimi yaxshiroq ko'rsatyotdi. Men uni yana sizsam, qani shu odam men bilan paranglashsin. Mening Facebookda adresim bor, men bilan paranglashsin, dedim yaxshi tushuntirib qo'yaman. Hozir vaqt to'shdi. Yana yo'q, yaxshi javob berdingiz. Boshqa savol yo'q. Sizga bugun yana vaqt chiqarib bu ekranda bizni bilib olganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Ve ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Texmi ko'p rasmlarni chizishingizni, Uyg'urni dunyoga texmi madaniyatlik, jasoratlik ve nayt uzun tarixga ega bir millat ekanligini tushuntirishingizni umid qilaman rasmlaringiz orqali. Sizga ko'p rahmat. Allah'a emanet bo'ling, teningiz sog' bo'lsin. Ekran oldida Necik çapa çektiniz bizning xizmetimizni qilmanda. Bu hammasi saxovatlik ish, shunga vaqt berib, mush ekranda o'ltirib, mushu anglag'uchilarga, ko'ruvchilarga siz nurg'un bilim yetkazish uchun jiq tirishyapsiz. Sizga minglarcha rahmat. Bu ko'zligingiz menga mushundaq davomlashqisi. Rahmet. Rahmet. Burhan Ulukyol ben de salam etip koyuyorum dep bir şirketim yazdı. Sizge salam etip. Yine en ahire mening bu bir adam bir hayat bütün vakti bilen resim çizbekçik sergileşler buludu. İnşallah man Allah güç kuvvet versin özümün bir biyografiyerimni yazıp kaldırışını oylavatdım. Hem şunda kılıvatdım. Bu bir saatning ichida bir inson bir hayotini so'zlab bo'lamaydi. Nurg'un yaxshi gaplar, yaxshi so'zlar, yaxshi inkaslar bor. Bizning santimizni yana dunyo insonlari yana yaxshi ko'rdi. Men yangi kelganda 20 yil burun Uyg'urni tanimaydi. Shunga men butun ko'rganim Yipak yo'lidagi karvon degan titilni qo'llandim. Yipak yo'li degan dunyo madaniyatidagi to'rt cho'ng madaniyatning biri, yana to'rt cho'ng madaniyatning biridir. Ning ichidagi biz Uyg'urlar eng qadimiy ham madaniyat o'rgatuvchi, madaniyat yaratuvchi, nayt madaniyatlik bir millat bo'lganligim uchun Uyg'urni tanımagandan keyin qaysi vosita orqali Uyg'urni tanitaman deganda Yipak yo'lidagi karvon, Uyg'ur rassam, haliqi Yipak yo'lidagi karvon. Men dunyo Uyg'urlarga men shuni jakalaymanki, bir rassam degan bir rassam bo'ldi. Ashyo'liqi men yuqorida ko'rsatganlar ular biz o'zining millatini sizmagan, ular bir ruhni sizgan. U dunyo insonlarimi aşı özününki aşındaq rəssamlardan şunda fərqlənir. Mən moşundaq besimlardan çıxıb ketganman vətəndə üçün. Moşundaq hər xil nimiş toy qılmaydı, nimiş uzun kiysə, nimiş qısıq kiysə, həmmədən oğumansa, solğumansa, ilk atanamның besimi, ilk cəmiyyətnin besimi. Hey mən çikitəycimi mişədən dəb çıxıb ketgan. Yəni vətən sırtıdımı? Yəni hər xil insanların meni mərvayət, nim degan yaxşı rəsm sızgan. Rəsminiz acayip yardı. Qancha men set olay deb mındaq urdiga adam kerak menga. Ekran oldidagi ko'rganlar sizlarga ko'p rahmat aytaman. Bugungi programmamiz nishada oyoqlashdi. Xudoyim bersa kelar hafta yana bir yangi mazmun bilan sizlarning huzuringizda bo'lishga tirishimiz. Xudoyimga omonat amsa. Xo'sh. Xo'sh. Rahmat sizga.